Men shifokor bo'la turib shunchalik qiynaldimmi? Demak, oddiy xalq bundan ham ko'proq qiynalishi mumkin. Holatini tushunmasdan bolasini kimga olib borishni, qayerga, qanaqa qilib rivojlantirish, qanaqa qilib tuzatishni bilmasdan qiynalib yurishi mumkin. Men shunaqa onalarga yordamchi bo'laman, ularga yo'l ko'rsatuvchi bo'laman deb shu maqsadga qo'yib o'zim oldimga va shu bo'yicha hozirda faoliyat yuritib kelyapman. Mutaxassis sifatida siz diagnoz tarafidan onani ichki holatini ham ko'rib, his qilib tushuna olarkansiz. Chunki bu dardda siz yashab o'tgan inson sifatida ekansiz, ham ona, ham mutaxassis sifatida. Bolada dangasalik degan tushuncha bo'lmaydi. Bola dangasalikni bilmaydi. Bola uchun hamma narsa qiziq, hamma narsani sinab ko'rish kerak, hamma narsa bilan ishlatib ko'rish kerak. Mutaxassisga olib keldi, bu yerda natija bo'ladi degani ham emas ekan. Ya'ni oilani ham, bu yerda onani ham holati muhim ahamiyatga ega. 100%. Chunki biz mutaxassislar bola bilan 40 minut, 3 haftada 3 marta shug'ullanamiz. Ona bilan bola 24 soat birga. Bu bizani berganimizdan ona 10 barobar, 100 barobar ko'proq narsa bera oladi. Faqatgina onaga shuni tushuntira olishimiz kerak. Assalomu alaykum. Bugungi podkastimizda yana bir dolzarb mavzuni olib chiqdik. Ya'ni bolalar rivojlanishidagi norma va patologiya holatlari qachon ota-onalar tashvishlanishlari kerak mavzusini bugun yoritamiz. Mutaxassisimiz nevrolog, neyropsixolog, 8 yillik tajribaga ega mutaxassis, Neyronika bolalar korreksion markazi asoschisi Shahnoza Alisherovna. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat taklif uchun. Yaxshi keldingizmi? Xudoga shukr, yaxshi. Bugun o'ylaymanki, nafaqat mutaxassislar uchun, oddiy onalar uchun ham bizning suhbatimiz manfaatli bo'ladi. Shahnoza opa, bugungacha bosib o'tgan yo'lingiz haqida ozgina gapirib bersangiz. Assalomu alaykum. Yana bir bor hammaga taklif uchun yana bir bor rahmat. Men o'zi Samarqand davlat tibbiyot oliygohini nevrologiya yo'nalishini tugatganman. Va keyin ish faoliyatimni boshlaganman nevrolog vrach sifatida. Oz muddat ishlaganimdan so'ng tug'ruq ta'tiliga ketganman va birinchi farzandimni dunyoga keltirganman va farzandim 1 yoshdan oshgandan keyin aynan 1,5-2 yoshlar yaqinligida oralig'ida unda turli muammolar yuzaga kela boshladi va bu muammolarning yechimini qidirib juda ko'p shifo vrachlarga, sentrlarga, hamma joyga murojaat qilib chiqqanman va savollarim juda ham ko'p bo'lgan. Yetarlicha javob topa olmaganman. Farzandimning holati sal og'irroq kechgan va farzandim boshqa bilan shug'ullanishga unchalik ro'yxo'shlik bermagan, ularga isterika qilib, mashg'ulotlarga kirmasdan qiyin bo'lgan menga. Keyin men shundan keyin sekin-sekin uyda o'zim savollarimga javob qidirib o'qishni boshlab ota-onalar uchun mo'ljallangan kurslardan boshlab, keyin professional darajadagi malaka oshirish kurslarida, diplomdan keyingi o'quv kurslarida o'qib, neyropsixolog darajasiga yetishganman. Va o'z navbatida farzandim bilan sekin-sekin uyda boshlab shug'ullanib, keyin ish faoliyatimni xususiy klinikada davom ettirganman va u yoqda shug'ullanib, farzandim natijaga olib chiqib, hozirda mana maktabda 1-sinfni o'qib yuribdi. Xudoga shukr, hammasi o'tib ketdi, ortda qoldi. Va keyin men shunaqa maqsad qo'yganman o'zimga. Mana shunaqa menga o'xshab, men shifokor bo'la turib shunchalik qiynaldimmi? Demak, oddiy xalq bundan ham ko'proq qiynalishi mumkin. Holatini tushunmasdan bolasini kimga olib borishni, qayerga, qanaqa qilib rivojlantirish, qanaqa qilib tuzatishni bilmasdan qiynalib yurishi mumkin. Men shunaqa onalarga yordamchi bo'laman, ularga yo'l ko'rsatuvchi bo'laman deb shu maqsadga qo'yib o'zim oldimga va shu bo'yicha hozirda faoliyat yuritib kelyapman. Hozirda o'zimni xususiy korreksion markazimni tashkil qildim. U yerda rivojlanishdan ortda qolgan turli xil diagnozli bolalar bilan shug'ullanib, korreksiya
mashg'ulotlarni olib borib kelmoqdamiz jamoamiz bilan. Farzandimda qiyinchilikli bo'lgan, vrachdan vrachga yurib, vrach topishda, diagnoz qo'yishda qiyinchilikli bo'lgan deb o'tdingiz. Bu yerda qanaqa qiyinchilik bo'lgan? Ya'ni har xil diagnozlar qo'yishganmi yoki diagnoz qo'yisha olishmaganmi? Nimada sizda qiyinchilik bo'lgan? Ya'ni aytdingiz-ku hozir onalar ham men kabi qiynalishmasin, vrach sifatida menga qanaqadar qiyin bo'ldi deb. Endi masalan, hozir bizani onalarimizni xalqni ichida shunaqa so'zlar bor-ku, zipir, bizada zirir holati deymiz. Mani bu so'z qoniqtirmagan. Chunki bilaman, bu holatni anglatuvchi ibora. Задержка речевого развития, задержка психоречевого развития. Bu xuddiki mana shu bosh og'rig'i holati degandek gap. Uni sababini men bilishni xohlaganman. Mana shu задержка речевого развитияning sababi nima ekan bolamda? Men sababini bilishni, haqiqiy menga aniq diagnoz kerak bo'lgan. O'sha diagnozni men topa olmaganman. Keyin o'zim o'qib, o'rganib, o'sha o'g'limga holatni sababini diagnoz topganimdan keyin o'sha diagnoz bo'yicha, o'sha holat bo'yicha bitta korreksion marshrut tuzib olib, shu bo'yicha ketganmiz va natija bo'lgan. Bu orada juda ko'p vaqt yo'qotganmiz. Farzandimni vaqti ketgan, tushunmaganman, bolamdan tushunmasini talab qilganman ko'p narsani. Shunaqa ko'p qiyinchiliklar bo'lgan. 5,5 yoshga borib, bolamda birinchi so'zi chiqqan. 5 yoshlarda, 5,5 yoshga mana shu yarim yil orasida birinchi so'zlar, ilk so'zlarini aytib boshlagan. Mutaxassis sifatida siz nafaqat bu yerdan diagnoz tarafidan onani ichki holatini ham ko'rib, his qilib tushuna olarkansiz. Chunki bu dardda siz yashab o'tgan inson sifatida ekansiz, ham ona, ham mutaxassis sifatida. Hozirda ham menga farzandlarini olib kelishgan onalarni, men eshik orqasida turgan onalarni nima his qilayotganlarini bilaman. Ular uchun har bir vaqt, har bir kun, mana ishonasizmi, ortiqcha atmen qilgim kelmaydi darslarni, o'zimni ishim bo'lsa ham. Chunki ular uchun mana shu bir kun ham katta anaqada. Juda katta bular uchun vaqt yo'qotilgandek his qiladi. Shuning uchun men ularni aytganingiz ichidan nima his qilayotganini tushunaman. Har tomonlama yondashishga harakat qilaman. Faqatgina men o'zimni ishimni korreksiya bilan shug'ullanib, bo'pti, xayr emas. Uyda nimalar qilishlari kerak? Ovqatlanishiga, rejimlariga, uyqusiga kompleks erinmasdan onalarni boshida darslarni kirgizib tushuntiraman. 2, 3, 5 darsgacha kirishadi. Men faqat gaplashib hamma joy tomonidan korreksiya har tomonlama bo'lmasa, natijaga chiqish juda qiyin bo'ladi. Ya'ni to'g'ri tushungan bo'lsam, mutaxassisga olib keldi, bu yerda natija bo'ladi degani ham emas ekan. Ya'ni oilani ham, bu yerda onani ham holati muhim ahamiyatga ega. 100%. Chunki biz mutaxassislar bola bilan 40 minut, 3 haftada 3 marta shug'ullanamiz. Ona bilan bola 24 soat birga. Bu bizani berganimizdan ona 10 barobar, 100 barobar ko'proq narsa bera oladi. Faqatgina onaga shuni tushuntira olishimiz kerak. Qisqa, tushunarli, aniq tilda tushuntirib, nimalar qilishlarini o'yga berib vazifa qilib topshiramiz. Onalar bilan birgalikda ishlasak, o'zi korreksiyada shunaqa teoriya bor, uchburchak teoriyasi, hamkorlik, uchburchak bo'ladi. Bola, ona, mutaxassis, ota-ona, mutaxassis. Mana shu 3 tomon birga ishlasa, cho'qqiga chiqa olamiz. Agar qaysi tomon oqsasa, natija unchalik tez bo'lmaydi. Shahnoz opa, menga ozgina tushuncha berib ketsangiz, hozir nevropatolog, nevrolog, psixonevrolog, neyropsixolog yo'nalishlari chiqdi. Qayerdadir siz neyropsixologman desangiz, bu qanaqa yo'nalish deydi. Ya'ni qayerdadir bilimsizlikka ham yo'yib qo'yishyapti-da. Kimdir aytadiki, nevropatolog yaxshiroq, psixonevrolog yomonroq. Ya'ni bu yerda xalqda har xil bilimsizligimizdan, ilmsizligimizdan shunaqa savollar kelib chiqyapti. Shu savolga ham oydinlik kirib ketsangiz, ya'ni nevropatolog kim, nevrolog kim, ular kim bilan ishlashadi, ya'ni ularning farqlarini. Nevropatolog so'zi, nevro nerv sistemasi, pato kasalligi, logos bilim, fan. Nevrolog, nevro nerv sistemasi, logos bilim. Nevropatolog, nevrolog bu bitta narsa. Faqat avval nevropatologiya deb atalgan, hozirda nevrologiya deb ataymiz. Nevrolog, nevropatolog bitta, bular nima bilan shug'ullanadi? Nerv sistemamiz markaziy va periferikka bo'linadi. Markaziy bosh miya orqa miyamiz, periferik undan chiqqan barcha nervlar. Markaziy va periferik nerv sistemasini
o'rganadi. Ya'ni uni rivojlanishi, anatomiyasi, fiziologiyasi, kasalliklari, simptomatikasi, davosi, diagnostika hammasini o'rganadigan soha. Bu nevrologiya. Vrachlarni nevrolog deb ataladi. A neyropsixolog kim? Neyropsixolog bilan psixonevrolog ham xuddi shunaqa bitta narsa. Neyropsixolog va psixonevrolog bu oliy asab funksiyalari, ya'ni высшие психические funksiya deymiz. Intellekt, fikrlash, diqqat, xotira, nutq, поведение. Mana shularni o'rganadigan mutaxassis. Ya'ni mana shu высшие психические funksiyalarni miyani har bitta zonasi javob beradi. Mana shu funksiyalarni qanaqa ishlaydigan darajasiga qarab, miyani qaysi sohasi yaxshi ishlayapti, qaysi sohasi oqsayapti, miya to'g'ri funksionerovat qilyaptimi, yo'qmi, shuni o'rganadigan mutaxassis. Nevrolog miyani har xil kasalliklari, mana normada rivojlanishi, bolaning yoshiga mosmi, yo'qmi, masalan, sizda ham nerv sistemangiz to'g'ri ishlayaptimi, har bitta nerv tolangiz, nerv sistema, markaziy, periferik to'g'ri ishlayaptimi, yo'qmi? Va uning kasalliklari bo'lishi mumkin. Yallig'lanish kasalliklari, qon tomir kasalliklari, yallig'lanishsiz bo'lgan kasalliklar, podkork va ensefalitlar bo'lishi mumkin. O'shalarning simptomatikasi, davosi, ya'ni tabletka, dori, konservativ, kerak bo'lsa operativ yo'l bilan, operativ o'sha neyroxirurgiyaga kiradi. Konservativ yo'l bilan davolashni bilan shug'ullanadigan mutaxassis nevrolog. Neyropsixolog bu tabletka yoki dori bilan davolamaymiz. Bu miyani to'g'ri ishlatish. Har xil mashqlarimiz yordamida, korreksion mashqlarimiz yordamida o'sha miyani mana shu rivojlantiradi. O'sha высшие psixik, oliy ruhiyat funksiyalari deymiz, mana shularni to'g'ri ishlashiga olib boradigan mutaxassis. Tushunarli. Nima qiladi neyropsixolog? Kelgan bola, katta kishi bilan ham shug'ullanamiz. Masalan, men hozir bolalarni 18 yoshgacha shug'ullanaman. Kattalarda ham insultdan keyingi holatlar bor, reabilitatsiyasi. Har xil holatlar bo'ladi. Travmadan keyingi holatlar kattalarda. Avariyadan keyin, insultdan keyin nerv o'sha bosh miya funksiyalarini qayta tiklashga yordam beramiz. Bolada rivojlanmagan funksiyalarni rivojlantiramiz. Kelgan odam, patsient bilan diagnostika o'tkazamiz. Maxsus diagnostik testlarimiz bor. Har bitta test har bitta yo'nalishni aniqlab beradi. Pamyat, xotira uchun testlar, diqqat uchun testlar, harakat funksiyasi uchun testlar, sezgi sistemasi uchun testlar. Har bittasini tekshirib, shu bo'yicha aniqlangan kamchiliklar bo'yicha korreksion plan tuzib, o'sha bo'yicha harakat qilamiz. Neyropsixologiya fani bu miyani o'sha opit deydimiz-ku, malaka, ko'nikma, mashqlar natijasida rivojlantirishga asoslangan fan. Rahmat kattakon. O'zim maktabgacha ta'lim tashkilotida, ya'ni bog'chada faoliyat olib boraman. Bizda shunaqa narsa bor, har oy hujjat to'ldirishda. Bir kun mana guruhimizda har xil psixologlarni gruppamiz bor. Hujjat to'ldirishyapti, aytayaptiki, tepadan rayondan talab bo'lyapti. Bog'chada nechta SDVG bor, nechta o'sha giperaktiv bor, nechta kasal bor, statistikasini topshiringlar deb. Menga qiziq bo'ldi. O'zimni bog'chamda bitta giperaktiv bolam bor. Buni endi diagnozi qo'yilgani uchun bilaman. Bola korreksiyamda va boshqa qizlarni fayllarini ochib ko'ryapman. Qaysidir bog'cha, endi raqamini aytmayman, 40 ta giperaktiv, 80 ta giperaktiv deb belgilab berishgan psixologlar, pedagoglar-da. Bu yerda endi mutaxassisi ozgina ilmsizligi, shundan bilimi bo'lmagani uchun deb bilaman. Ya'ni hamma sho'x, qaysar, to'polonchi bolalarni spiskaga kiritib berishyapti. Men shu yerda yozyapman, qizlar, bu tibbiy diagnoz, sizlar giperaktivligini, uni SDVG-ligini qayerdan bildinglar? Bu tasdiqlangan, pechatlangan anaqami diagnozmi yoki taxminiy ko'rko'rona yozdinglarmi? Bu umuman noto'g'ri hisoblanadi deb. Shunda hamma hayron bo'ldi. Sho'xi yozadi-da shunaqa deb, terminda shunaqa deyiladi deb. Shunga sizga savol bermoqchiman. Ya'ni shunaqa bolalar bilan sizni o'sha korreksion sentringizga yoki o'zingizga konsultatsiyaga murojaat qilishsa, diagnozni bizda kim qo'yadi? Qanaqa ish olib borish kerak? Aynan STVG bo'yicha savol ketyapti. Lekin yo'q, umumiy diagnozlarni. Tibbiy diagnoz bor. Neyropsixologik xulosa bera olamiz biz.
biz diagnoz yozmaymiz. Xulosamda qanaqa yozaman? Mani xulosam mana bir varaqaga ham cho'zilishi mumkin. Boshidan boshlayman. Bolani harakat sistemasida mamnaqa o'zgarishlar bor, bunaqa plusi, minusi bor. Sezgi sistemasi bunaqa, xotirasi bunaqa, diqqati bunaqa, emotsional sferasi bunaqa. To'g'ri, har bitta oliy asab funksiyasini yoritib beraman men. Nima ko'rganimni yozib beraman. Diagnozni nevrolog vrach qo'yadi. Bolalar nevrologi vrach qo'yadi. Aynan SDVG diagnozini, shu giperaktivlikni nevrolog vrach ham 5 yoshdan keyin qo'yishga haqqi bor. 5 yoshgacha bolaga SDVG qo'ymaymiz. 5 yoshdan keyin ham o'zini maxsus diagnostik testlari bor. Ularda hammasidan o'tkazib, bolada kriteriyalar mos kelsa, SDVG diagnozi qo'yiladi va keyin konservativ lecheniya boshlanadi. Bu nima degani? Dori bilan. Ungacha biz ham maksimum harakat qilamiz bolani SDVG bilan sensorni poyezgni adashtirib qo'ymasligimiz kerak. Sensor poyezdagi bola ham hali gapimiz ochilsa tushuntirib beraman. Sensor poyezdagi bola ham xuddi SDVGda giperaktiv bir joyda o'tira olmaydigan, har doim harakatda, har doim nimadir elementlar bir xil. Shuning uchun 5 yoshgacha deganimizdan maqsad ham 5 yoshgacha mana sensorikasini to'g'irlasak, bola chiqib ketishi mumkin. Yana bitta kriteriyasi bor, masalan, deylik, SDVGni simptomatikasini bola 3 joyda ko'rsatishi kerak minimum. Uyi, bog'cha yoki maktab, mehmon deylik, magazin deylik. Tushundingiz-a? 3 tadan ko'p joyda ko'rsatishi kerak. Bu qayerdadir passiv, qayerdadir aktiv bo'lsa hisoblanadi. Da, kimdir uyda aktiv, bog'chada o'zini yaxshi tutadi. Onasi hiperaktiv o'g'lim deydi. Yo'q. O'zimizcha xulosa qilib bolaga hukm o'qishimiz mumkin emas. Обязательно nevrolog, diagnozni nevrolog vrach qo'yib beradi. Giperfaolligi bola o'zi nazorat qila oladigan holat emas ekan, demak. U demak hamma joyda qayerdadir o'zini bosib, qayerdadir to'polonchiligini ko'rsata oladigan emas. 3 tadan ortiq joyda ham o'zini bir xil shunaqa tutadi va uni qo'lida emas bu. Bu tarbiyasizlik. Nerv sistema bilan. Bu tarbiyasizlik ili shunaqa xarakter emas. Bola shunchaki o'zini kontrol qila olmaydi. Nerv sistemasi harakatlarini boshqara olmaydi. Rahmat. Xo'p, sog'lom bola bilan va nosog'lom demaylik, nevrologik qanaqadir patologik holatlari ketayotgan bolani norma va patologiyasini ajratib bera olasizmi? Har bitta oilada farzand tug'ildi. Masalan, men o'zim vrach bo'lganman, mutaxassis tibbiyot sohasida o'qiganman, lekin birinchi farzandim tug'ilganda men birinchi marta ona bo'lganman va bolamdagi holatlarni balkim ko'rganim, sezganman ham, lekin tan olmaganman. Shunaqa holat ham ko'p, praktikamizda onalarimiz tan olishmaydi diagnozni. Va yana nima bo'ladi? Ko'p onalarimiz bilmaydi ham. Hattoki bolasi bilan, bola shunaqa bo'lishi kerak ekan deb, ayniqsa birinchi bolasida. Men qachon juda ham anaqaga tushganman, nima deydi, xavotirga ikkinchi farzandim tug'ilgandan keyin. Orasi ularni kichkina, 2,5 yoshligida ikkinchi farzandim tug'ilgan va ikkinchi farzandim 8-9 oyligida men sezganman farqini. Bola mamnaqa bo'lish kerak ekan degan xulosa menda o'shanda tug'ilgan. U o'yinchoq o'ynaganida, mashinani mamnaqa yurg'izganida, mana o'rgatmaganman-ku men ham bunga mashina haydashni. Bu bilyapti-ku. Yoki kuklasini o'yinchoq mishkani ovqatlantirganida, demak, mamnaqa ko'nikmalar tashqi muhitdan ko'raverib rivojlanadi bolada. Tasavvur, tafakkur shakllanishi kerak. Rivojlanishni orqaga qoladigan bola bunaqa bo'lmaydi-da. O'zi ilk simptomlar 6 oylikdan ko'rinishni boshlaydi. Chaqaloqlikdan ham agar e'tibor bersangiz, masalan, hozir menga 3 oylik bolani bersangiz, men prognoz ayta olaman. Nimasi to'g'ri ketyapti, nimasi noto'g'ri ketyapti ayta olaman. 6 oyda ayniqsa bolada anaqa bo'ladi, nima deydi, jonlanish reaksiyasi bo'ladi. Bola уже atrof muhitga xursand bo'lib, ota-onasini ko'rsa quvonib, qo'llarini uzatib, mimikalar paydo bo'ladi. Ana yaxshi kayfiyatda gapirsangiz kuladi, jahl qilsangiz serios tortadi, arazlab oladi. Keyin o'yinchoqlarga talpinishni boshlaydi.
emaklashni boshlaydi. Mana o'zi rivojlanish jismoniy va ruhiy rivojlanish bo'ladi. Jismoniy rivojlanishdan o'zi yavni ko'rasiz. 3 oyda bola bo'ynini ko'tarish kerak, ag'darilishni boshlash kerak. O'yinchoq shiqildoqlar ushlash kerak. Ushab borib talpinib, uni ko'zini atrofida o'ynatib, o'zi qarashni boshlaydi atrofga, onasini ovozini taniydi. Darji adasini, opa-akasi bo'lsa, ularning ovozini tanishni boshlaydi, ularga reaksiya qiladi. Keyin sekin-sekin o'tirib, emaklashni boshlaydi. 1 yoshda maksimum yurib ketishi kerak bola. O'zi u yoq ochilib ketadi, anaqa tashqi olamga bo'lgan yo'l. Tashqi olamni o'rganish. Ana shu jonlanish reaksiyasi ko'p bolalarda masalan bo'lmaydi. Shunaqa bolalar bor. Mana ilk simptomlardan biri xavotirli simptomlarni aytaman. Jonlanish reaksiyasi yo'q. Bolaga qiziqmas. O'ynatasizmi? Tepaga qaragan, hozir ko'pchilikda shunaqa holat bor, televizor qo'yib qo'yadi-ku bolaga. O'sha ekranga qarab yotgan, o'yinchoqqa qiziqish yo'q. Shiqirlatsangiz ko'zini oldiga qaramaydi, nigohini uzmasdan. Sizga talpinib o'ynaydimi? Keyin 1 yoshga borgan sari yana anaqa asosiy belgilardan bittasi ismiga reaksiya qilmaydi bola. Masalan, ismini aytib, masalan, Komron desangiz, reaksiya yo'q. Yoki bo'lmasa imitatsiya harakatlar bo'ladi. Chatak desangiz, bola chatak chalish kerak. Xayr, rahmat, assalomu alaykum. Yo'q. Mana shunaqa takroriy harakatlar bo'lmaydi unaqa bolada. Unaqa bolachalar endi diagnoz, har xil diagnoz bor-da. Ba'zilar o'zini dunyosiga kirib ketgan, faqat shu o'zini mashinasini qildiragini o'ynash muhim. O'zini koptokchasi bo'ladi, o'zini bironta sevimli hayvon o'yinchoqchasi bo'ladi, shu bilan yuradi. Har xil mamnaqa obrazlarga kirish, obrazli o'yinlar, qo'rqoqni ovqatlantirish, syujetli o'yinlar bo'lmaydi unaqa bo'ladi. Keyinchalik yana nima? Xohlaysizmi yo'qmi? Nutq rivojlanishdan orqada qolish kuzatiladi. Birinchi so'zlari уже 1 yoshda bola birinchi so'zlarni aytish kerak. Kamida 10 ta so'zni bilish kerak. Unaqa narsalar bo'lmaydi. Ovqatlanishi-chi? Bu narsa ham juda ham nozik masala. 90% patsientlarimizda mana shu bilan qiyinchiliklar bo'ladi. Bolalarda mana bu boshidan, chaqaloqligidan hazm bilan muammolar bo'ladi. Koliklar nisbatan ko'proq bo'ladi ularda. Agar sun'iy ovqatlantirishda bo'lsa, smes tanlash bilan muammolar bo'ladi. Har xil smes tushmaydi bolaga. Unisidan bunisiga o'tib yuradi onalar qiynalib. 4-5 oy 6 oy bo'lganda anaqa prikorm qo'shish paytida ham qiyin bo'ladi. Bunaqa bolalar qabul qilmaydi yangi mahsulotni. Shunchaki ular tatib ko'rishni xohlamaydi. Izbirательный bo'ladi. Tatib ko'rishni xohlamaydi. Masalan, nima desam, mana boshimdan o'tgan holat. Maza qilib ovishlar, sabzavotlar, mevalar yedira olmaganman. Masalan, mehr bilan pishirasiz, lekin yemaydi. Shu o'zini o'dirgangan butilkasi, o'rgangan suti o'shani ichadi. Yoki bo'lmasa, mana hozir 4 yoshli patsientim bor, hali ham blenderda ovqat yeydi. Обычный ovqat yemaydi bola. Nima bo'ladi? O'qchish refleksi bo'ladimi? O'qchish refleksi kuzatiladi. Faqat ovqat pishgan ovqatni blenderda ezib yedirar ekanlar onasi. Kechqurun обязательно sutini ichib uxlash kerak. Shunaqa bolalar bor, bo'ladi patsientlarimiz 4,5 yoshda, 5 yoshda ham soskada hali ham. Pampersda hali ham. Bunaqa mana bitta umumiy aytganda rivojlanishda qanaqadir buzilish ketayotgan bolalarda hamma narsa qiyin. Cho'miltirishingiz ham qiyin, tirnoq olishingiz ham qiyin, uxlatish ham, uyqusi yomon bo'ladi, uxlatish ham qiyin. Ba'zi bola masalan shunaqa bolalar bor, ko'tarasiz-ku, turmaydi qo'lingizda. Taktilniy giperchувствительностьdan masalanda, mana o'zimda ham bolam shunaqa bo'lgan. Umuman qo'limizda turmagan. Aylanib ketadimi? Aylanib tushib ketish kerak o'sha qo'limizdan. Ko'tarishni xohlamaydi. O'zi masalan bekorga profilaktik ko'riklar tashkil qilinmagan. 2 oylikda birinchi marta nevrologga, ortopedga oila shifokori ko'radi bolani.
To'g'rimi? Da. Bekorga emas. Keyin har oy 1 yoshgacha bola har oy oila shifokori ko'rigidan o'tishi kerak. Hozirda oila shifokorlari ham o'qitilmoqda. Ham boladan tortib 0 yoshdan 100 yoshgacha masalan hamma aholida qanaqa holat bo'lishini biladi ular. Yiliga 1 marta, 2 marta tor mutaxassislar ko'rigi tashkil qilingan. Albatta shundan onalar o'tib to'g'ri rivojlanyaptimi bolam? Normada ketyaptimi? Kontrolga olib yurishlari kerak. O'zlari xotirjam bo'lishlari uchun ham Shunaqa. va ko'p muammolarni oldini olish uchun ham Shunaqa. kerak ekan. Qancha erta oldini olsak, shuncha muammomiz kamroq bo'ladi. Bolam gapirmasa ham tushunadi yokida ichida buni slovarniy zapasi to'la, hamma narsaga aqli yetib turibdi, zehni o'tkir, lekin gapirmaydi, erinchoq degan gapga qo'shilasizmi? Mana shu gap rosa har kun past eshitamiz. Keladi qabulimizga bolalar, qanaqadir ko'nikmasi yo'q, o'zi dangasaroq deydi onalarimiz. Bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bolada dangasalik degan tushuncha bo'lmaydi. Bola dangasalikni bilmaydi. Bola uchun hamma narsa qiziq, hamma narsani sinab ko'rish kerak, hamma narsa bilan ishlatib ko'rish kerak. Qachon unaqa holat bo'ladi? Qachon bola imkoniyati yetmasa, uni biza mana o'zim ham shunaqa bo'lganki, dangasalikka yo'yamiz. Tan olishni xohlamaymiz. Xullas kalom aytganda. Endi tushunishiga kelsak, o'zi hamma narsa bor. Hozir endi katta muammo nutqqa ketadi-da. Nutq rivojlanishi, orqada qolishi, gapirmayapti bolam deb keladi ota-onalar. Boshqa kichkina simptomlar uncha ko'rinmaydi ko'zimizga. Toshda masalan bola blenderda ovqatdaligi hali ham, pampersdaligi hali ham, tualetning naviki yo'qligi, o'zi mustaqil ovqat yemasligi, 3 yoshda bola mustaqil kiyinib yechinib o'zi yeyish kerak. 1 yoshda уже separatsiya bo'lib, o'zi mustaqil o'tirib yeyishni boshlash kerak, to'g'rimi? Ular onalarimizni anaqaga solmaydi xavotirga. Onalarga gapirmayotgani xavotirga soladi. Chunki bu ko'rinadi-da hammaga. Atrofga ko'rinadi-da. Ko'rinadi, ha. Gapirmayaptimi hali ham odamlarning gapidan nima qiladi? Xo'p, shu mayli, gapirmaslik, nutq rivojlanish orqada qolishi kelsak, o'zi ikkita katta guruhga bo'linadi. Nutq rivojlanish orqada qolishi. Birinchisi tempda orqada qolish. Tempo va zadержка речи deymiz. Bunaqa bolalar pedzapushенность, ya'ni pedagogik ortda qolish. Ona bola bilan shug'ullanmagan, o'rgatmagan, faqat gadjetda televizor qo'yib bergan, sensorniy sistemasi yaxshi rivojlantirilmagan. Uyda ham gaplashilmaydi bola bilan, ona o'zini ishi bilan, aka opasi yo'q bolani, otasi o'zlarining ishlari bilan, bola bedniy slovarniy muhitda o'syapti va samo собой rivojlanishdan orqada qoladi. Bu bolalar salgina korreksiya qilinsa yoki bolaga qo'shilsa, bog'chaga chiqsa gapirib ketadi degan narsa ham shundan kelib chiqqanda, mana shunaqa tempo va zadержкадagi bolalarni bog'chaga bersangiz, gapirib ketadi. Chunki yoqda bolachalar ko'p, bunisidan ko'rib o'rganadi, gapirib ketadi. Ikkinchi katta guruh bu patologiyalar guruhi. Bu yerda kiradi o'sha ras, autizm, SDVG, alaliyalar, agnoziyalar, umственный отсталостьlar, har xil nozologiyalar kiradi. Bular sababli ham gapirmaslik mumkin. Endi keladi, gapni tushunish qanaqa deymiz, hamma narsani tushunadi dedilar onalari. Hamma narsani tushunadi, faqat gapirmaydi. Har xil tomondan aytib beraman, buni qarang. Shunaqa holat bo'lishi mumkin, bola tushunishi mumkin. Nimani? Onasi, "Ke, ovqat yeymiz, uxlaymiz, ketdik ko'chaga, eshikni yop, telefonimni olib ber", jest bilan bolaga gapirgan bo'ladi ona. Yodlab olgan o'zi bola. Понимание на бытовом уровне deymiz. Kundalik turmush tarzidagi gap so'zlar. O'tir, tur, yot, ich, uxla, kiyimini yech. Ona hammasini qo'li bilan ko'rsatib, imo-ishora bilan ko'pincha aytadi-da. Bola shu bilan o'ziga saqlab qo'ygan. Tushunishi faqat bытовой уровеньda. Bor 5 yoshli bolamiz ham, 4 yoshli bolamiz ham, 6 yoshli bolamiz ham faqatgina shu уровеньda tushunadi. Lekin deylik, masalan, 3 yoshli bola menga qizil mashinani ber desangiz, berish kerak. Ko'k koptokni ot desangiz, olib otish kerak. Mana bu tushunish haqiqiy. Tushundingiz-a? Yoki bo'lmasam, sochimizni nima bilan taraymiz?
Oldiga qo'yasiz-ku, taroqni olib tarashi. Tishimizni nimaga yuvamiz? Olib yuvishi. Mana bu понимание речи. Bu уже 2-3 yoshda bola bu narsalarni to'liq bilishi kerak. Mana bu yoshiga nisbatan mos so'zni tushunishi. Agar yoshiga nisbatan mana shu tushunchalar ham bo'lib bola gapirmayotgan bo'lsa, bu jiddiyroq holat. Motorni alaliya degan logopedik diagnozimiz bor. Tibbiyot tilida ekspressiv nutqning rivojlanishdan orqada qolishi. Ya'ni ekspressiv nutq yo'q, chiqarish yo'q, motorni rech yo'q. Bunga miyani bitta zonasi javob beradi. Motorni sentr, sentr Brokka deydi. Ana shu sentrni buzilishi organika ketadi o'sha bu yoqda. Buni korreksiyasi ham qiyinroq. Bola 5 yosh hamma narsani tushunadi. Uni ber, buni ber, murakkab instruksiyalar. Masalan, sigirni olib, ana qutining ichiga solib qo'y. Tushunadi, lekin gapira olmaydi. Jiddiyroq diagnoz. Tushunib, shunchaki bытовой уровень bo'lsa, или предзапущенность, или rivojlanishdan ortda qolyapti, no ertaroq bosqichda. 2-3 yoshli bolachada. Уже kechroq bo'lib, mana bunaqa bытовой уровень понимания bo'lsa, bu уже juda ham jiddiy holat. Seriozroq qarab, tezroq korreksiyani boshlashimiz kerak bo'ladi. Tushunarli. Ikkalasida ham ajratish uchun mutaxassisga yo'naltirish kerak ekanda. Qatida chegarasida turibdimi, bo'tdami, ya'ni bog'chaga bersa chiqib ketadi deganda yechim bo'lgani uchun bu tavsiyalarni berishadi-ku odatda. Mana shuning uchun ham ko'pchilik shaxsan o'zim shu gaplarga quloq solganman atrof muhitimda. Masalan, deylik, farzandi 1 yoshdan o'tdi gapirmadimi? O'zi o'g'il bola kechroq gapiradi, qo'yaver. Onaga bu yoqadi bu gap. Bolangni doktorga olib bor, sen nima qilib o'tiribsan, bolangda nimadir bor degan gapdan ko'ra, degani emas-da. Yo'q, bu gapdan ko'ra gapirib ketadi degan gap utishini beradi bizga. Xo'p, 2 yoshga kirdi, gapirmayapti. Nima bo'ladi? Endi qanaqa boshqa gap chiqadi? Otasi ham o'zi kech gapiruvdi, ili falonchini o'g'li 3 yoshda shunday gapirib ketdi. Ili falonchi qo'shnim bog'chaga chiqdi, shunaqa gapirib ketdi. Bu o'sha normadagi bolalarga qarab aytilgan gaplarda, bularga ishonib uchib qolmaslik. Mayli, bolamiz normadir. Предзапущенностьdadir bolamiz, lekin baribir ham tinchlik uchun, xotirjamlik uchun mutaxassis, faqat mutaxassisga olib borib ko'rsatib, aniq holat haqida xulosa qilib, korreksiya kerakmi, korreksiyaga olib borish kerak bolani. Vaqt yo'qotmaslik kerak. Bu juda ham mana miya 3 yoshgacha уже 80-90% informatsiyani olib bo'ladi tashqi muhitdan. Keyin уже uni javob berishga sarflaydi hamma informatsiyani. Shu paytga yo'qotilgan payt bu juda ham ko'p narsa yo'qotgan bo'lamiz. Yillar ketadi yoki samara ham bermaydi balki, to'ldirib. Juda ham ko'p keyin bola orqada qolib ketadi tengdoshlardan. Mana ZRR, ZPR holatlari bor-ku. ZRR nima? Avvaliga bola 2-3 yosh faqat nutq rivojlanishdan orqada qoladi. Задержка речевого развития. Nutq rivojlanishdan ortda qolishi. Yoshi katta bo'lgan sari bolada nutq bu nima? Fikrlashning asosi. To'g'rimi? Nutq orqali bola tashqi muhit bilan aloqa qiladi va fikrlash o'sadi, intellekt o'sadi. Keyinchalik nutq bo'lmagandan keyin fikrlash intellektdan ortda qoladimi? Keyin ZPR holatiga o'tadi. Задержка психоречевого развития. Uni tiklashga keyin juda ham ko'proq vaqt ketib qolishi mumkin. Aytganingizdek, samara bersa u ham. Oxirgi paytlarni oladigan bo'lsangiz, statistika bo'yicha bunaqa holatlar ko'payib ketyapti. Ya'ni patologik holati bor farzandlarni aytadigan bo'lsak, bolalarning soni keskin oshyapti. Bunga homila davrida ham ahamiyati bormi? 100% ahamiyati bor. Chunki hammasi nerv sistemamiz bilan bog'liq. Nerv sistemasi rivojlanishi homildorlik davridan boshlanadi. Даже homildorlik bo'lmasdanoq onaning organizmi, otaning organizmiga ham bog'liq. Qanchalik sog'lomligiga bog'liq. Bekorga mana bu aytmaydi, 7 avlodini tekshir deydi. O'shanaqa, mana homilador bo'lishdan oldin planlashtirish, sog'lig'iga qarash, kerakli defitsitlarni yopish, kelin kuyov tayyormi? Mana tibbiy ko'rik nima uchun kelin kuyovlarni? Shu uchun. Sog'lom farzand bo'lsin, sog'lom kelajak bo'lishi uchun shu narsa tashkil qilingan. Maqsad shunchaki bolani dunyoga keltirish emas-ku, sog'lom. To'g'ri. Otaning sog'lomligiga birinchi o'rinda bog'liq.
Homiladorlik bo'lgandan keyin u homilaning rivojlanishiga ko'pchilik 100% bog'liq. Chunki ona qanchalik sog'lom bo'lsa, organizmida qanchalik ozuqa-modda yetishsa, shu narsani homilaga bera oladi. O'zida yo'q narsani qanaqa qilib beradi? Masalan, onada 100% rezerv derli, 50% bolaga ketadi. Onada 50% bo'lsa, bolaga nima ketadi? Eng o'sha homila rivojlanish paytida nerv trubkasi shakllanadi. Nerv trubkasi birinchi. Har bir trimestr muhim nerv sistemasi uchun. Birinchi, ikkinchi, uchinchi har biri. Chunki tinimsiz nerv sistemasi rivojlanib, yetilib, shakllanib anaqa bo'ladi. Homiladorlik davridagi turli stressdan tortib, shamollashlar, toksikozlar, har xil qabul qilgan dorilar, zararli tashqi muhitda bo'lgani, masalan, travma balkim olishi mumkin. Hammasi 100% bog'liq. Bundan tashqari erta tug'ruq ham. Erta tug'ruq nima bilan xavfli? Nerv sistemasi yetarlicha rivojlanmagan bo'ladi. Yetarli darajagacha chiqmagan bo'ladi. Keyin salgina muammo tug'dirishi mumkin. Homiladorlik 100% bola nima yeyapti, to'g'ridan-to'g'ri bolaga o'tadi u. Platsentar baryerdan bolaga, bolaning gematensefalik baryeridan miyasiga o'tadi. Tug'ruq davri juda ham muhim. Masalan, tug'ruqdagi asfiksiya bilan bir xil, tug'ruq paytida bo'lgan 3-4 minutli asfiksiya va homiladorlikdagi surunkali asfiksiya asorati natijasi bir xil. Hammasiga o'ta ehtiyot bo'lishimiz kerak onalar. Ayniqsa yosh qizlarimiz turmushga chiqishlaridan oldin to'liq davolanib, qayerlarda muammolari bor. Chunki homilador bo'lgandan keyin hammasi qo'zg'aladi. Tish muammosi ham, buyrakdagi muammo ham, hazmdagi muammo ham, hammasi qo'zg'aladi. O'sha payt qanaqadir dorilar ichish bolaga o'ta zararli. O'shaning uchun hamma surunkali o'choqlari bo'lgan, surunkali yallig'lanish kasalliklari bo'lgan kasallarni davolab, o'zlariga qarab, defitsitlarni to'ldirib, keyin homilador bo'lishlar tavsiya qilinadi. Homiladorlikda ham juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Stress, mana homiladorlik paytida anaqa deymiz-ku, shunaqa bo'lib qoldim, xarakterim deb arzimagan narsaga ham siqilaveramiz, asabiylashaveramiz. Oddiy o'tib ketadigan narsa, bugun bor, ertaga yo'q muammolarga ham siqilamiz. Nima qiladi? Bizani organizm kortizol oshadi. Kortizol bu qon aylanishiga keskin ta'sir qilib, bolada pitaniyani buzadi. Tug'ruq ham. Tug'ruq jarayoni ham. Tez tug'ruqlar, cho'zilgan tug'ruqlar, asfiksiya bilan kundik uralishi bor, boshqa tug'ruqlar. Даже kesirvani ham ba'zi holatlarda. Shuni so'ramoqchi edim. Homila payti, homiladorlik zo'r o'tgan, lekin kesirvadan keyin shunaqa holatlar, ya'ni kesirva sabab bo'ldi ham deyshadi. Bu qanchalik haqiqatga yaqin? Anaqa bo'lishi tabiiy tug'ruq yo'llari orqali tug'ilmagan, o'sha tabiiy bosib o'tish kerak bo'lgan yo'lni bosib o'tmay, sразу tashqi muhitga chiqib, bu stress deb aytishadi, lekin bu ham nisbiy tushuncha, hamma bolada ham unaqa bo'lmaydi. O'zi любой, mana речевой задержка deyilgan, autizm, SDVG, hammasida ham bitta sabab bilan bog'lay olmaymiz. Chunki o'sha sabab boshqa bolada ham bor, lekin unda rivojlanmagan. Nima uchun? Kimgadir ta'sir qiladi, kimgadir yo'q. Chunki mana bu provotsiruющий faktor deymiz-ku, olib keladigan faktorlar bo'lmaydi kimdadir. Kesirva ham xuddi shunday. Genetik qanaqadir moyillik, mosh homiladorlik yomon o'tgan bo'lishi mumkin. Mosh yaxshi o'tgan hammasi kesirva bo'ladi. Tug'ilgandan keyin sensorni opit bedni bo'ldi. Sensor opit yig'madi bola. Mosh erta bolalik davrida ko'proq shamollab qoldimi bola? Kuchli dorilar qabul qildimi bola? Hammasiga har tomondan anamiz yig'ganda ahamiyat beramiz. Bitta sababga bog'lab qo'ya olmaymiz. Shuning uchun ham hozirgi mashg'ulotlar sababi yo'q. Bitta mash sabab deganda edi, licheniyasi 100% bo'lardi ularni. Mana masalan, aniq kasalliklarimiz bor-ku, masalan deylik, pnevmoniya. Ana qo'zg'atuvchisi ma'lum. Unga qarshi dori bor. Beramiz, vоспалениyaning oldini olamiz, kuchlantiruvchi ukol qilamiz, bo'ldi, tuzaladi. Zadержkalar bilan nima uchun shuncha ona qiynalib yuribdi, bola qiynalib yuribdi? Chunki bitta sabab yo'q. Hammada har xil sabab, har xil holat va individual. Bir xil holat bo'lsa ham ikkita bolada ikki xil kechadi. Individual.
Shuning uchun ham korreksiyani fishkasi shunda. Har bir bolaga individual yondashamiz. Ya'ni qanaqadir metodikani zo'r o'rganib olding degani bu korreksiyani hamma kelgan bolaga qo'lla olaysan ham degani emas ekan. Yo'q, mana shunaqa mana yaqinda bo'ldi. Shuni o'zing ham qildiraverasan-ku degan gaplar bo'ladi onalarimizga. Mana shu xo'jayinlar, turmush o'rtoqlaridan, mana shu kattalar, bobo-buvlarimizdan shu ishni o'zing qildirasan-ku uyda degan gaplar bo'ladi. Yo'q, unaqa oson bo'lsa gapirmaydigan bola qolmasdi-da. Ona nimadir qildirgan bilan gapirib ketsa bola. O'sha oddiy tuyulgan bilan o'sha narsa kerak bola bor, kerak emas bola bor. Mutaxassis deganimiz sababi ham mutaxassis biladi qaysi bolaga nima korreksiya usuli kerak. Ana shunisida gap bor. Mana bolalar bilan ishlayman. Faoliyatim davomida ham onalarda birinchi konsultatsiya menda onalar bilan bo'ladi. Anamniz yig'ishdan boshlayman. O'sha siz aytganingiz, sizlar ham shunaqa ishlaysizlar. Ya'ni homila vaqti, bu kechiktirilgan homilami, kutilgan homilami, hattoki shu psixologik holatlarini ham birma-bir, misol uchun istalmagan homiladorligimni hammasini yig'ib kelamanda, ko'p holatlarda qanaqadir nevrologik holatlarmi, boshqalarmi savol berganimda hammasi zo'r o'tgan deyishadi. Onalar ko'p narsani ochuv etishmaydi-da. Idealni bola qilib, idealni chiroyli kartina ko'rsatib berishadi. Shunda tekshiruvchi bitta-ikkita savollar beraman. Orada privkalarni o'z vaqtida olganmi degan savol beraman. Ya'ni olmagan bo'lsa, demak metatvod bo'lgan yoki nevrologik qanaqadir holatlar bo'lgan deb o'ylayman-da. Keyin nega nevropatolog ruxsat bermaganmi, boshqami desam, yo'q, qaynonam ruxsat bermaydilar, chunki privka olsa, meni qarindoshimni bolasi orqaga ketibdi. Privka zarar ekan. Ya'ni oxirgi paytda odamlarda shunaqa tushuncha paydo bo'lib qoldi. Sog'lom bolani privka qilib, nosog'lom qilib nima qilasan? Privkalar kerak emas, umuman noto'g'ri degan qarashlar ham, tushunchalar ham paydo bo'lib qoldi. Shunga qanaqa izoh berasiz vrach sifatida? Privka o'zi kerakmi yoki kerak emasmi? Va privkalar bolani rivojlanishidan ortga olib ketishiga sababchi bo'la oladimi? Aktual savol, juda ham bu. Hamma onalar, mana zadержкадagi bolalar onalari hammasi privkani yomon ko'rishadi. Olgani ham, olmagani ham qo'rqishadi. Olganlari nima uchun? Men birinchi savolingizga javob, men bu fikrga qarshiman. Chunki privkalar bekorga sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tasdiqlanmagan, shuncha yillardan beri qilib kelinmayapti. Bu bizani o'ta xavfli infeksiyadan himoya qiladi. Bilsanglar, o'sha kasalliklarni, masalan, poliomiyelit, gepatitlar, qoqshol, quturish kasalligi, ko'k yo'tal, jiddiy yuqumli kasalliklardan bularni bizani himoyalab beradigan vosita bular. Privka mana shunga sabab bo'ldi degan narsa ham ilmiy jihatdan tasdiqlanmagan, asoslanmagan va bu onalarning xulosasi. Nima uchun? Chunki atkat deymiz-ku. Bolam yaxshi rivojlanib ketyapti-da. Bir ham privkani oldik, orqaga ketdi. Ko'pincha mana shu atkat vaqti privka vaqtiga to'g'ri kelib qoladi. Yoshi bitta davrga. Tushundingiz-a? Shuning uchun privka bilan bog'lab olishadi. Lekin yana o'sha narsa. Ikkita bola privka oldi. Bir kunda, bir vaqtda, bir yoshda. Bitavoy anaqasi ham bir xil. Lekin bittasida kuzatildi, zadержка bittasida kuzatilmayapti. Buni balkim homiladorligi yomon kechgan, tug'rug'i yomon kechgan. Tug'ruq homiladorlik yaxshi bo'lib, buni muhiti yomondir. Bitta sabab bilan bog'liqligi yo'q bu holatlarni. Privka bilan, shamollash bilan, homiladorlik, tug'ruq bilan bu har tomondan qanaqadir faktorlar yig'ilib yuzaga chiqadi holat. O'zingizni shaxsiy fikringiz, vrach sifatida privkalarni olish kerakmi va diagnozni bolalarga ham olishni tavsiya qilasizmi? Qachon privkani to'xtatib turish, ya'ni metadvod berish tavsiya qilinadi? O'zi privkalarni qilish tartibi, metadvod berish tartibi yuqori harorat bo'lganda, o'tkir infeksion kasalliklarda va bosh miyada tutqanoq xurujlaridan oldingi holat bo'ladi. Masalan, epileptik gotovность deb beradi-ku. Mana shunaqa holatlarda yoki bo'lmasam bolani tug'ilgandan chaqaloqlik liqildoq bitmagungacha
anaqa neyrosanografiya tekshiruvi o'tkaziladi. Bolasini miyani tekshiramiz. O'shandagi gipoksiya, ishemiya, perinatalniy ensefalopatiya holatlarida vaqtinchalik to'xtatib turgan yaxshi. O'shanda faqatgina AKDSni, penta vaksinasini, OPV, ROTA, KPK ularning xavfli tomoni yo'q. Faqatgina AKDS vaksinamiz avval alohida edi, hozir pentani ichiga qo'shilgan. Penta degani 5 ta vaksina, ichida gepatiti bor, anaqasi bor. HIV infeksiyasi bor. AKDS 3 ta anaqani infeksiyani privkasi bor. Faqatgina pentaga metatvot beramiz. Qolganini poliomiyelit, rotavirus, qizilcha, paratit, qizamiq kasalliklariniki va gepatit kasalliklarini bemalol qilishlari mumkin. Ularning miyaga zararli tomoni yo'q. Bu narsa tasdiqlanmagan. Autizmni keltirib chiqaradi, rasga sabab bo'ladi, zadержка qildi, tasdiqlanmagan. Men mutaxassis sifatida privkalarni oldirish kerak degan fikrdaman. Qarshi ko'rsatma bo'lgan taqdirda uni bartaraf qilgandan keyin обязательно olish kerak. Chunki buni anaqasi bundan ham yomonroq holatga olib kelishi mumkin. Salbiy holatlari, asoratlari yomon bo'lishi mumkin. Asorati yomon. Quturish kasalliklarimiz, qoqshol kasalliklarini davosi, oqibatlari juda ham yomon. Sabab oqibat tushunchalarini aralashtirib yubormasligimiz kerak. Qayerda nima sabab bo'lyapti, nima oqibatga olib kelyapti. Mani ham kuzatuvlarimdan statistikani oladigan bo'lsak ham, oxirgi vaqtda nutqi orqada qolayotgan bolalarning soni keskin oshdi. Bu ishlayotganimizda ko'ryapmiz, tanishlarda har ikkinchi odamni farzandini nutqi orqada qolayotganini, bunga nima sabablar bo'lyapti deb o'ylaysiz? Asosiy qanaqadir omillar bormi? Endi men bu jiddiy sabablardan tashqari, oddiy holatda ham bolachalar kech gapiradi, ba'zi deylik. Masalan, o'zimning qizim ham nisbatan kech gapirgan. Endi kech bu qachon? 2 yoshdan keyin. Mana o'zini tilida nimadirlarni tushuntirardi. O'zini so'zlari bor edi. Men nima uchun xotirjam edim? Chunki o'sha men so'rayotgan savollarga 100% javob bera oladi. Aytganimdek, bog'chaga chiqqandan keyin tengdoshlariga yetib oldi. Shu tempo va zadержка bo'lgan. Может, men pedzapushinist qilganman, bolamni rivojlantirmaganman, to'g'rimi? Bog'chaga chiqdi, o'rtoqlar bilan qo'shilib, tez-tez rivojlanib ketdi. Bola o'zini o'zi korreksiya qilib tashlaydi, muhitga tushgandan keyin. Endi qarang. Shunaqa jiddiy sabab bo'lmagan holatda nima uchun nutq rivojlanishda orqada qolish ko'p? Mana o'zi bolaning rivojlanishini oladigan bo'lsak, bitta piramidaga o'xshatiladigan sxematik bor. Sxematik ko'rinish bor. Piramida Williamsa deyiladi. O'sha piramida Williamsani bolaning rivojlanishini etaplarini ko'rsatgan. Eng asosida, buni fundamentida deylik, miyamiz, bosh miya, orqa miyamiz va 7 ta sensor sistemalarimiz joylashgan. Mana shu har bitta sensor sistema taktilniy, vestibularniy, propriya, ko'rish, eshitish, ta'm bilish, hid bilish 7 ta sistema zo'r normada rivojlansa, keyingi katta muammo bo'lmaydi va cho'qqida bolani nutq turadi. Rech, поведение, o'qish, yozish, bilish jarayonlari turadi. Mana shu sensorni rivojlanish hozirgi bolalarda juda ham nima deydi? Qashshoq, bedni. Sensorni opiti juda ham kam. Bitta misol, yoshligimizda eslaylik. Biz qanaqa o'yinlar o'ynardik? Toshlarda, laftalar, 15 biz tabiatda nima bo'lsa hammasini ushlab ko'rganmiz, kerak bo'lsa yeb ko'rganmiz, hidlab, ta'mini, bargni ham yeganmiz, pishmagan mevani ham yeganmiz, xom sabzavotni ham yeganmiz. Olchalarni baklashkalarga qilib, uzumlargacha yeb qilib, yeb bo'lmaydigan narsalarni ham yeb ko'rganmiz. Qumdan chiqmaganmiz. Masalan, deylik, uydan oldida garajlar turardi, domlaning oldida garajlarning ustiga qanaqa bemalol sakrab yurardik. Daraxtlarga qanaqa chiqardik qo'rqmasdan. Anaqa bizlar qizlarning o'yinlarimiz bor edi-ku, rezinkalar, prigulkalarda qanaqa murakkab jarayonlarni eslang. Qanaqa shakllar qilardik, sakrab yasardik oyog'imiz bilan. Qanaqa ishlar qilar, o'yinlar. Hozirgi bolalar birortasida shunaqa o'yinlarni ko'rdingizmi siz? O'yna olaydimi deng? O'yna olmaydi, yo'q ham. Hovlidagi bolalarimiz ham faqat o'sha
televizorda qo'yib qo'yamiz. Afsuski, bu haqiqatda. Tan olishimiz kerak. Televizor berib qo'yamiz. O'zim ham shunaqa qilganman. Telefon berib qo'yamiz. Men o'zim lishnim ana opitim bolamni tegintirgani qo'ymaganman. U qiziqqan. Kuxnani ochgan, qozon o'ynamoqchi bo'lgan. Shkaflarni boylab qo'yishadi. Hamma idish to'foni tepaga yig'ib qo'yishadi. Birorta kurpani bermaganman. Qiziqqan, ovqat qilayotganda qiziqqan, bermaganman. O'tirganman telefon. Men buni qo'y, men buni anaqani, kokomelonni ko'r. Ishimni ko'paytirmasin deganmiz-da. Nima qilamiz? Faqat bolani sensorikasini rivojlantirmaymiz bitta qilib aytganda. Bogati sensorni opit bermaymiz bolaga. Bu patologiyadan tashqari holat. Patologiyaning o'zining sabablari bor. Nima bo'ladi? Bolani sensorni opitib berdi. Bola qanaqa keyingi etaplarda rivojlanish samo sabab orqada qoladi va o'z-o'zidan nutq orqada qoladi. Asosiy sababi demak mashina ilgari surilyapti hozir. Da. Endi narusheniya bo'lgan taqdirda ham, qanaqadir xormondarlik, tug'ruq, miya bilan qanaqadir jarayon bo'lgan taqdirda ham asosida mana shunday muammo yotadi. Sensorikadagi muammo yotadi. Tushundingiz-a? Tushundim. Xo'p, sensorika deyapsiz, sensorni integratsiya deyapsiz. Bu o'zi nima? Qachon bu yo'nalishmi, bilimmi, bu terminologiya qachon kirib keldi va u nima? Bu yaqinda kirib kelmagan. O'sha o'ynagan o'yinlarimiz hammasi sensor integratsiya bo'lgan. Hozirda bu естественный proses, tabiiy jarayon, miyani rivojlanishining tabiiy jarayoni. Bu jarayon hozirdagi bolalarda bo'lmaganlik sababli biz korreksion usuli qilib kiritganmiz. Ya'ni bolaligini o'z-o'zi to'ldirayotgan ekanmiz. Masalan deylik, biz deylik daraxtdan daraxtga chiqib yuramiz, biz nima qilamiz? Shvedskiy scenaga chiqaramiz. Batutlar, sakrattirasizlar, har xil darushkalarda yurg'izasizlar. Bardyerlasimiz искусственный, anaqa ortopedik kovriqlarimiz bor-ku, 10 xil yuzasi har xil. Shishka bor, o't bor, toshga taqid qilingani bor, har xil yuzalarga yurg'izamiz. Чтобы nima desam sizga, tashqi muhit, olam o'sha yoshligimizdagi yashab o'tgan anaqani, yoshligimizdagi yashab o'tgan biz opitimizni bolalarga sun'iy ravishda yaratib beramiz. Bu korreksiya hozirda korreksiya usuliga kiritilgan, lekin bu aslida bu yangi tushuncha emas, bu yangi bilim emas, bu avvaldan bo'lib kelgan jarayon. Endi o'zini oladigan bu sensor integratsiya o'zi nima o'zi u deymiz. Sensor integratsiya, boya aytgan 7 ta sistemam bor. Ko'rish, eshitish, hid bilishdan bilish, taktilniy, propriya, vestibulyar sistema. Ana shu 7 ta sistemadan kelgan informatsiya, bu sistemalar 7 ta sistema darvoza. Tashqi muhitdan informatsiyadan kiradigan joyi. Masalan, ko'rishdan tashqi muhit olam haqidagi foto surat kiradi, to'g'rimi? Eshitishdan zvuk kiradi. Hid bilishdan hidlar kiradi. Ta'm bilishdan har xil ta'mlar kiradi. Taktilnidan har xil yuzalar, ushlab ko'rgan narsamiz, tegingan narsamiz, har xil poverxnost, har xil narsalarni ushlab kiramiz. Vestibulyarni propriya tanamizni holati, qanaqa holatda turamiz, yurganmiz, o'tirganmiz, aylanyapmiz, sakrayapmiz, hammasi haqida informatsiya beradi va miyaga yo'naltiradi. Endi sensor integratsiya degani mana shu 7 xil sistemadan keladigan informatsiyani jamlab, uni filtrdan o'tkazadi birinchi o'rinda. Kerakli, keraksizga. Chunki tashqaridan bizga necha millionta informatsiya kiradi 1 minut ichida, masalan deylik. Masalan, siz hozir o'tiribsiz, meni eshityapsiz. Tashqarida mashina yuribdi, uni eshitishingiz mumkin. Boshqa qanaqadir hid keldi qo'shni xona, uni sezishingiz mumkin. Siz hammasiga e'tibor berib, hammasiga atvet qaytaravermaysiz-ku. Agar hammasiga atvet qaytarganingizda miya shunchaki anaqa yorilib ketardi. Uni qilmaslik uchun birinchi etajdagi filtr vazifani bajargan talamus degan sohamiz bor. Talamus elakdan o'tkazadi. Masalan, sizga hozir elakdan meni gapimni o'tkazyapti faqat. Diqqatni shunda jamla olyapman. Tushundingiz-a? Endi filtrlab informatsiyalarni markazlarga yuboradi. Markazda olingan informatsiya qabul qilinib, обработка qilinadi. Ya'ni bu nima o'zi? Qanaqa zvuk eshityapman, qanaqa rasm, surat ko'ryapman, qanaqa narsani ushladim, qanaqa holatdaman va shunga qarab обработка qilgandan keyin sentrlar ikkinchi etaj, uchinchi etajga beradi. Uchinchi etaj nima qiladi? Javob reaksiyasi tayyorlaydi. Masalan, issiq choynakda ushladingiz, kuydingiz qo'lingiz, kuydi, tortib oldingiz, javob reaksiyasi. Masalan deylik, achchiq narsa yeb qo'ydingiz, achchiq
yeyishni to'xtatdingiz или suv ichdingiz, javob reaksiyasi. Masalan, suv ichgis keldi, stolga bordingiz, suvni suzdingiz, grafindan stakanga ichdingiz, javob reaksiyasi. Bolalarimizdagi muammo nimada? Mana shu javob reaksiya qanaqa qilishni bilishmaydi ular. Atrof bilan qanaqa aloqa qilishni bilishmaydi. Hayvon, masalan deylik, bir marta mushuk timdalagan bolachani, ikkinchi marta ham ushlaydi uni. O'sha xavf degan narsa yo'q-da. Mana sensor integratsiyaning o'z vazifalari bor. Nima uchun o'ziga mana tushundingiz va mexanizmi shu. Informatsiyani yig'ib, jamlab, miyaga olib borib, analiz sintez qilib, keraklilarini olib, keraklisiga javob berish. Sensor integratsiya. Endi sensorni opit qanchalik bogatiy bo'lsa, bu mexanizm shunchalik tez ishlaydi. Bolalarimizda mana shu mexanizm ishlamaydi. Masalan, deylik, divandan tushishni birinchi marta bola o'rganishi uchun nima qiladi? Yiqilib ketadi. Keyingi kuni sal harakat qiladi, yana yiqilib tushadi. Uchinchi kun o'sha birinchi oyog'ini qo'yib, sekin tushishni o'rganadi. Bu opit. To'g'ri. Agar biz uni har safar tushirib qo'yaversak, qachon bola o'rganadi? O'rganmaydi 10 yoshida ham. Ovqat yeyish ham xuddi shunaqa narsa, yozish ham shunaqa narsa, kiyinish ham shunaqa narsa, tualet borish ham shunaqa narsa, tualet naviki yo'q bolalarning hozir. Xuddi hammasi shunaqa narsa. Hayvonlar bilan, mevalar bilan, atrof muhit bilan aloqa qilish, jonli, jonsiz olam bilan aloqa qilish ham hammasi sensor integratsiya sababli kelib chiqadi. Nutq kechikishida, demak, sensorni opitda katta ahamiyati bor dedik. Xo'p, sensorni opit yetishmaganda sensor qidiruvi bor bolalar qanaqa bo'ladi? Mana endi keldik boyaga tepadagi mavzuyimizga. SDVG bolachalarimiz, SDVG deb aytdingiz-ku, 40 ta bolaga qo'ydi deb. Ana shularda balkim yarmidan ko'pida sensorni poysk bo'lgan bo'lishi mumkin. Vaqtida yig'ilmagan sensorni opitni ular hamma joydan qidiradi. Bu sho'xlik bilan namoyon bo'ladimi shunda? Ko'p harakat. Mana kirdi xonaga, mana kirdi. Mikrofonni ko'rdi. Hayotida shunaqa narsa ushlab ko'rmagan. Agar oyisi pastuda yuvadigan gubkani ushlatganda edi, bu haqida xulosasi bo'lardi uni. Bu machalka sifat narsa, ushlashim shart emas degan miyada уже sразу bo'ladi signal. Bola uni ushlab ko'rmagan machalkani vaqtida, o'sha pastuda yuvadigan gubkamiz bor-ku, mana shunga o'xshaydi-ku mikrofonimizda naqasi, to'g'rimi? Ushlashga bermaganmiz, masalan deylik. Nima qiladi bola? Kelib mikrofonni ushlab ketadi, tushirib sindirishi mumkin, nelovkost. Или gul. Mana gul turibdi. Ko'chada uzishga bermagan. O'tga kirma, ustingni kir qilasan, loy qilasan, yur ketdik. Shoshilyapman, tez bo'l. Gul hayotida ushlab ko'rmagan bola nima qiladi? Buni ushlab ko'radi. Har bitta jismni shunga o'xshagan alternativni ushlab ko'rmagan qachondir, bolaga hamma informatsiya qiziq. Qattiq ham, yumshoq ham, taxta ham, devor ham, gilam ham, stul, parda, devor hammasi qiziq. Bola o'sha vaqtida yig'magan sensorni opitini 5 yoshmi, 6 yoshmi, 7 yoshmi keladi qabulimga. Maktabga chiqish kerak, lekin bola boshqacha. O'zini tutishni bilmaydi. Masalan, 6 yoshli bola, mana siz psixologsiz, совместно разделенное внимание bo'lish kerak. Bola begona joyga kirganda, begonani narsasi teginish mumkin emas. 5-6 yoshda bola shunaqa tutadi normalda. 7-6 yoshli bolachalarimiz xonamizni 5 minut yetadi. Shunda ag'dab tashlashadi. Ana kun 9 yoshli bola keldi o'zimga. Shunaqa stopni bilmaydi. Yo'q. SDVG degan diagnoz bilan kelishdi yonimga. Ya'ni qanaqa bo'lgan bo'tdi? Maktab eplolmagan, ommaviy maktabga berilgan, dars qilishni qilmaydi, yozish azob, dars qilishni istamaydi, uje urib qildirsangiz ham mayli. O'qituvchi urishsa ham, so'ksa ham eplolmayapti. Olinglar buni jinnilarning maktabiga degan ma'noda ota-ona qo'rquv bilan nima qilaylik? Uje uyda eplasha olmagan bu bolani mayli obor bervordi qaynota qaynona ham avomman hamma savollarga javob beribdi. O'zini yoshiga nisbatan diagnostika qilolma, hamma narsa faqat diqqat tarqoli slishkim shu naqaligi bor. Ya'ni bitta mana plasmas idishda kinder o'yinchoqlarning to'plami bor. Bitta shu narsani sevdi va shun bilan o'tira oldi 5 minut.
Chunki ichida 100 xil o'yinchoq, qaravot-i, bizni mana boshqa tizdira olmadim, yozdira olmadim, savolimga javob bermayaptimi? O'yinchoq orqali diagnostika qilishni boshladim. Sana ber, o'zini yoshidan kelib chiqqan holatda ko'klarini ajratib ber, menga mana bu o'yinchoqni mana bu yerga qo'y ber kabi shu bitta instrument bilan, ya'ni shu o'yinchoqlar bilan uni diagnostika qildim-da. Keyin buni shkafga qo'yib, oyisi bilan muloqot qilaman, bo'ldi, tegma, ketyapsiz desam, qila olmayapti. Ya'ni o'zini boshqarish yo'q ko'nikmasi. O'sha siz hozir aytgandek. Shunaqa bo'ladi. Ular o'sha opitni hamma joydan qidiradi. Aytganingizdek, o'qituvchilarga ham bu noqulaylik tug'diradi, bog'chadagi tarbiyachilarga noqulaylik tug'diradi. Bola hamma narsani tegingan, to'kkan, ushab ko'rgan, sindib ko'rgan, yirtib ko'rgan. Opit yig'ilmagan yoshligida. Agar masalan o'sha opitni bogatiy berganimizda edi, bola ortiqcha gul bu. Eslingdami? 2 yil oldin shunaqa gul ko'rgan eding. O'sha gullaqa gul ushlashing shart emas deydi miya. Ili mana bu taxta, qattiq narsa, esingdami? Anaqa stoling bor edi uyda, xuddi shunaqa stoldagi stol deydi. Ushlab ko'rmaydi ortiqcha, chiqib ko'rmaydi, tushib ko'rmaydi, informatsiya bormaydi. Sensor integratsiyani vazifasi o'zi birinchidan narsalarni tanish. Kishilar, jonli, jonsiz, hamma olam, tashqi olamdagi har bir narsani tanish. Ikkinchidan ularni nomlash. Hamma narsa nomi bor. Stol, stul, mashina, koptok, shkaf, kitob, gul, tarelka, olma, mushuk, sichqon, hamma narsa nomi bor. Uchinchidan bazaviy reflekslarni shakllantirish va amalga oshirish. Ya'ni har bitta buyum bilan qanaqa взаимоотношения qila olaman? Olmani nima qilaman? Yeya olaman. Mashinani nima qila olaman? Katit qila olaman. Kuklalarni nima qila olaman? Qulatishim mumkin, cho'miltirishim mumkin. Velosiped nima qilaman? Hayda olaman. Har bitta buyumni o'zini bajarilishi kerak, nima desam, ko'nikmasini shakllantirib va 4-inchisi asosiysi prognozlash qobiliyati. Ya'ni masalan, stulni ko'rdingiz, nima qilishim mumkin stul bilan? Uni yiqitib ustiga chiqib sakramayman-ku, o'tirishim mumkin. Vilkani ko'rdim, nima qilishim mumkin? Olib ovqat yeyishim mumkin. Prognozирование. Mana shu uchun bu asosda, asosiy narsa. O'sha bolamda ham aytibman-da, maxsusga olaylikmi, nima qilaylik degan ma'noda savol bilan kelishyapti-da. Ya'ni bu yerda masalan o'z sentringlarni tavsiya qildim. Bu yerga borib shug'ullaninglar, bolani maxsusga oladigan bola emas. Shunchaki bunda sensorni poyez ketyapti, mayli, men bilolmagan qanaqadir holatlari ham bor. Bu yerda bu mutaxassislarniki, ya'ni bu yerda neyropsixologga, bu mutaxassislarga yo'naltirganimiz yaxshiroq va bu bolaga mashg'ulotlar kerak. Bolani shu darajada bezillatib ya'ni dars qilish jarayonini aytibdilar. Qanaqa dars qilasizlar? Bolani o'zidan so'rayapman. Oyisi kuzatib o'tiribdilar-da. Ya'ni xoladilar birga konsultatsiya bo'lishni o'zi odatda yoshi kattaroq bolalarni alohida qilamiz. Shtobi oila haqida har xil savollar berganimda ota-onadan qo'rqadi-ku, bitta gapiradi, bitta onaga qaradi, bitta gapiradi, bitta bu уже cho'chitilgan. Keyin nega unaqa qilyapti desam, yeydi deyman-dan deyaptilar. Tushunasizmi? Dars qilishing qanaqa bo'ladi desam, voy bizda stol tayyorlanadi. Cho'p, temir, armatura, shtanga, hamma narsada zo'ravonlik bilan dars qildirilar ekan. Keyin aytibman, oyijonisi, qarang, mana shu o'yinchoqga qiziqdi bola. Aytdim, kinder yaxshi ko'rasanmi? O'yinchoqlar yig'ishni xohlaysanmi? Ha, bitta qator yozasan, bitta aylanib kelasan. Bugungi konspektni qilganingda, mana ona tilini qilganingda bitta kinder o'yinchog'ini olasan. Voy, yechimda o'sha. Masalan, qanaqadir yo'llar bor-ku, faqat zo'ravonlik bilan bolaga dars qilish bu azobda, barobar azob bo'lyapti. Qiziqtirib, uni o'zidan kelib chiqib, buni doimo kasal emas, yomon emas, faqat boshqacha, alohida, buni boshqacha qilib yaxshi ko'ring deyapman-da. Bolani ota-onalar taniganida ham uni tushunishi boshlar ekan-da. Ko'p holatlar mana shu bilmagancha u shunchaki betarbiyaligi uchun yoki yaramasligigi uchun siz aytganingizni qilmayotgan bo'lmaydi-da, ko'p holatlarda. O'sha dangasasan deb aytishadi. Tegida boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin. O'sha to'g'ri aytdingiz. O'sha men birinchi marta bu sohaga kirib o'qishni boshlaganimda har bir qatorida men o'g'limdagi simptomlarni ko'rganman. Har bitta qatorida ko'rganman. Keyin tushunganman, nima uchun u
cho'milishni yoqtirmaydi, boshini yuvishni yoqtirmaydi, sartaroshga bora olmaymiz, tirnoq oldirmaydi, nima uchun yoqasini tishlaydi, nima uchun o'zini urib qo'yishi mumkin, nima uchun qo'llarini silkitadi, nima uchun shkaflarni orasiga bekinib olishi mumkin, nima uchun stullarni tagiga bekinadi, nima uchun divan orqasiga tiqilib oladi, nima uchun ko'rpani yopinadi, nima uchun og'ir narsalarni tortadi faqat, nima uchun boshqa bolalarni itarishi mumkin, nima uchun go'sht chayna olmaydi, nima uchun trubkadan icha olmaydi, nima uchun ovqat tanlaydi. Har bittasini sabablarini bilganman. Ki aytganingiz boshqacha ko'z bilan qarayman-ku bolamga. Bolani ham isterikasi kam. Bola ham o'zini yaxshi his qiladi, chunki zerkalniy nevron borki, bilasiz, ona bilan bola ona nimani his qilsa, bola xuddi shuni atrajat qiladi. Chunki emotsional bog'liqda. Bog'liq hali. Ana shundan keyin muammoimiz kamayib, korreksiyaga o'tganmiz. Mana men hozir hamma simptom qolib ketgan. Faqat 2-3 ta produkt yerdi. Hozir hamma narsani yeydi. Hamma meva, hamma sabzavot, maktabga chiqdi deyapman o'zi. Patsientlarimda ham shu holat kuzatiladi. Ona bolani diagnozini yoki bolani holatini qabul qilishi bu yarim yechim ekanda. Shunaqa. Принять qilmaganini o'zi men eshitishga hali tayyor emasman deganini o'zi shug'ullanishga tayyor emasligi-da. Sabab qidirish, nima uchun unaqa bo'ldi ekan, nima uchun bunaqa bo'ldi ekan, foydasi yo'q, sababini bilgan bilan foydasi yo'q. Undan ko'ra vaqtida korreksiyani boshlab, faqat oldinga qarab harakat qilish kerak. Bola uchun men onalarga aytaman, bola uchun qanaqadir strogi bu hukm o'qishga hech kimning haqqi yo'q. Masalan, mana shu bola bo'ldi shunaqa qolib ketdi. Aqli zaif bo'lib qolib ketadi deyishda haqqimiz yo'q. Miyamiz shunaqangi plastichniki, bizani ham 70 yoshda ham, 80 yoshda ham miyamiz shunaqangi plastichniki. Men kechagina mana shu so'zni yana bir marta o'qidim. Даже 80-90 yoshli miyasi nimaga yaxshi ishlamay xotira deyapti? Chunki ishlatmaydi ular deyapti. Shunaqa. Professor ishlatmaydi, ishlatishga bog'liq deyapti. Ishlatilgan miya hech qachon orqaga ketmaydi. Bolani ham miyasi shunaqa. Plastilindek qanaqa shaklga kirgizsa, shunaqa shaklni bizga beradi, ko'rsatadi. Ishlatilmagan instrument zanglab ketadi-yu, xuddi shunaqa narsa. Xuddi shunaqa narsa. Faqatgina qabul qilib vaqt ketkazish kerak emas. Bunaqa bo'luvdi-ku, erim sababchi bo'ldi. Mana falonchi aytdi, mana shu dorini ichuvdi, mana bunaqa bo'luvdi, kerak emas. Foydasi yo'q. Foydasi 1 gram bo'lsa ham mayli edi. Umuman foydasi yo'q. Vaqt bo'ldi. Mana shu muammoimiz shu, yechim nima? Mana shu. Davay mana shuni qilamiz. Bo'ldi. Tez sразу effektni sezish boshlaydi. Hattoki bilasizmi, bugun ham mana shu suhbat bo'ldi. Mutaxassisga yo'naltirganingizda keyin nima bo'ldi? Bolalarni ko'rsatdinglarmi? Boshqa deb obratniy svazi boladagi o'zgarishi aloqaga qayta chiqamdi, bir xilda aytishadi. Uzoq ekan, mutaxassisi mana gapi yoqmadi, qilayotgan narsasi yoqmadi yoki qaysidir mashg'ulotni aytdi. Men yana bularga ham pul to'lab yana mashg'ulot ham qilamanmi? Ya'ni o'sha aybdor, sababchi, sharoitlarni qidiramiz-da. Maqsad deyman, to'xtang oyisi deyman, maqsad bolani hozir nutqini chiqarish yoki rivojlantirish, qaysidir narsasini to'g'irlash-ku, nima qilasiz? Siz fokusingizni bu yoqqa qaratib deyman-da. Mana shunaqa holatlar ham uchrayapti. Men o'zimni anaqamam, nima desam, bu sentrga bir oy yurganman. Keyin aytaman, agar bitta qaysi sentr bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi mutaxassis bo'lishidan qat'iy nazar, agar 6 oy to'xtatmaganimda edi, natija bo'lardi. Bolamda bo'lgan bo'lardi. Men unisidan olib bunisiga, olib bunisiga 1 oy bilan hali xulosa qilish juda ham kam. 1 oy juda ham kam muddat. Minimum 3 oyda ko'rinishni boshlaydi. 3 oydan keyin men to'ladi-ku, qoz anaqa idish to'ladi, suv bilan to'kilishni boshlaydi. Logoped bilan podkast qilganimizda ham mana shunaqa savolga to'xtaldik-da, ya'ni 4 yoshigacha yo 6 yoshigacha o'zgarishsiz bolani olib kelishadi-da, 1 hafta yo 3 kunda nega gapirmayapti? Nega bo'lmayapti? Demak, sizlar yaxshi ishlamayapsizlar, yaxshi sentr emassizlar deb ketishadi deyaptilar. Voy dilla, 8 yosh bola keladi, 4 yosh, ungacha hech qaysi navik yoki nutqdan harf ham bo'lmagan narsani, ya'ni bizdan kutishadi. Muntazamlikda bo'ladi rezultat dedilar-da. Ular ham eng katta mana ota-onalardan nima xafa qiladi deganimda, mana shu og'riqqa aytdilar-da. Shunaqa tez kutamiz. Men ham o'zim ham shunaqa xato qilganman. Mana ko'rib turibsiz, 5,5 yosh dedimmi? 4 yil vaqtini ketkazganman bolamni shunaqa u yoqdan bu yoqqa olib yurib. Bitta joyga,
bitta joyga, bitta mutaxassisga shundoq bering edi, bo'ldi. O'zi sekin-sekinlik bilan hammasini rivojlantiradi. Faqat vaqt kerak, sabr kerak. Giperaktivlik haqida gaplashsak, tepada ham gaplashdik bu mavzuda. Ya'ni giperaktivlik sindromi bu o'zi tuzaladimi yokida qoladimi yokida pasayadimi? Bunaqa holat bilan inson qanaqa yashaydi keyinchalik katta bo'lgani sari? SDVG bu уже diagnoz, sindrom defitsit внимания с giperaktivностью degani, ya'ni diqqat tanqisligi va giperaktivlik sindromi. 3 xil formasi bor buni. Diqqat tanqisligi ustunligi bilan, giperaktivlik va impulsivlik ustunligi bilan va aralash formasi. Unisi ham bunisidan ham bor. O'zimda lishni ikkita shunaqa patsient, bittasi diqqat tanqisligi ustun, bittasi harakat tanqisligi ustun. Masalan, diqqat tanqisligi bolacham tez esidan chiqaradi. Savolni tushunmay qoladi. Bu bolacha слишком умный, lekin umuman o'tira olmaydi. Aytganimizdek, SDVG diagnozi 5 yoshdan keyin qo'yiladi. 5 yoshgacha bolaga muddat beramiz. Maksimal shug'ullantiramiz, chiqib ketishi mumkin bola. 5 yoshdan keyin SDVG diagnozi qo'yiladi va buni davosi konservativ davo. Chunki bu yoqda mediatorlarning ishi yotadi. Bu yoqda o'sha miya bilan buzilish borda. Miyada shunaqa sentrlar bor, bazalniy gangliyalarimiz deymiz, bazal yadrolar. O'sha kerakli informatsiyani olib, keraksizini ignor qilish, keraklisiga javob qaytarish. Ular yaxshi ishlamagandan keyin hamma informatsiya kerak, hammasiga javob qaytaradi, tez applikatsiya qiladi, hammasi u ham bu ham o'tib ketaveradi anaqalar, signallar. Keyin prefrontalniy qaranishi bilan bor. Prefrontal po'stloq qismi bu 6 yoshdan keyin rivojlanadi. Bu samokontrol, adekvatniy поведениеga joy beradigan markaz. O'zini o'zi regulyatsiya qilish, boshqarish, tartibli bo'lish, kerak bo'lsa to'xtash, kerak vaqtida qimirlash, kerak vaqtda harakatlanish. Mana shu buzilish. Asosida mediatorlarning ishini buzilgan, dopamin buzilganligi, dopamin noradrenalin sistemasidagi buzilish yotadi. Dori bilan, konservativ lecheniya bilan mediatorlarning ishini yo'lga qo'yib olamiz biz. Onalarim aytadi menga ko'p savolda. Bu bir umr endi dori ichib yuradimi deydi. Yo'q. O'sha 3 oy, 6 oy regularniy lecheniya qilsak, bu sistema ishga tushib ketadi keyin. Miya o'rganadi mana shu sistemasiga ishlashga. Lekin ungacha dorisiz qiyin. Dorisiz korreksiyani o'zi ham qiyin. O'tqiz bo'lmaydi duosiz-ku bolani mashg'ulotda. Masalan, men u bilan diqqat uchun mashq qilaman desam, u o'tira olmayapti prosta. Konkretni men keyin dori назначать qildik. Doridan keyin maza qilib ishlayapman bola bilan masalan. Tushundingizmi? Yana nimani aytmoqchi edim shu SDVG bo'yicha? Hozirda kattalarda ham SDVG, tashxislanmagan SDVG diagnozi ommalashib ketyapti. Shuni aytmoqchi edim-da, mana kattalarda ham juda ham ko'p. Bitta kitobni o'qiy olmayman deyshadi, bitta serialni oxirigacha ko'ra olmayman. Oxirigacha tugallanmagan ishlar ko'payib ketadi. Aytganingizda kitob boshlaydi, qiziqib sotib oladi, oxirigacha o'qilmaydi. Savol beradi, javob eshitishga sabr yetmaydi. Ish boshlaydi, mana ishni tez almashtiradigan odamlar ham bunisidan bunisiga zo'r masalan deylik, kuxnya ochadi. Bir oydan keyin yoqmay qoldi. Endi men fotograflik qilaman. Fotograf studiya ochadi, yoqmay qoldi. Endi masalan o'zgartiraveradi. Bu kichkinalarni katta ko'rinishida, kichkina nima qiladi? Bu o'yinni 5 minut o'ynaydi, buni 5 minut o'ynaydi, buni 5 minut o'ynaydi. Sabr yetmaydi. Kattalar xuddi shunday ishni faoliyatini o'zgartiradi. Ritualdan, mana kundalik, doimiy narsalardan tez zerikib, tez vigorat qiladi. Depressiyaga tushish holatlari kuzatiladi. Ish qilganda ham 10 ta shkafi baravar yo 4 ta xonani baravar uborka qiladi. Ayollarda kuzatishimiz mumkin. Endi ko'p anaqa proyektlar boshlab qo'yishi mumkin. Endi nima uchun sabab men deb o'ylayman, o'zim hozirda men bu Instagram, men bu nima deydi? Ommaviy axborot vositalarimiz borki, Instagram, TikTok, men faqat Instagramim bor. Talab kuchli bo'lgani uchun deb o'ylaysiz. Mana Reels ko'ramiz-ku, short videolar. Diqqatimizni anaqa bo'lyapti, qisqa muddatli o'tyapti. Tushundingizmi? Sильно зависит дофаминовый ular qisqa sразу dopamin beradi bizaga. Anaqa nima deydi? O'sha xursand bo'lamiz, kulamiz, masalan deylik, yumor videolarga
keyingisini ko'ramiz, faqat shuni xohlab qolamiz. Soxta anaqaga. Faqat mana shu qisqa dopamin reaksiyaga xohlab qolamiz. Uzoq vaqtli kinolarni ko'ra olmaymiz. O'sha aytganingizdek, seriallarni umuman bizlar esizdami, yoshligimizda seriallar 20 minut bo'lardi. Bu haftagacha kutardik. Sabr bilan. Ili multiklarimiz kuniga 2 marta berarmidi, kutardik masalani. Mana hozir farzandlarim maktabda o'qishadi. Kitob tanlashga biz bordik-da. Hozirgi bolalar kitobi ham boshqacha. Shu darajada diqqati tarqonligidan, qiziqmasligidan, rasmli, oti ham bor, hozir ot nomi kelmayapti. Rasmli kitoblar. Ikkita qator so'zlarda polностью rasm. Chunki boshqa ko'prog'ini miyamiz prosta qabul qilmayapti. Biz qanaqa romanlar o'qirdik, qanaqa she'rlar yodlardik. Bunday ayta socheniyalarini ham bizda 4-5 varroli qilib yozdiriladi. Mana shuning uchun ham hozirgi holatda nediagnostirованный SDVG kattalar orasida ommalashib ketyapti. Lekin u истинный SDVG bo'lmasligi ham mumkin. Mana dopamin зависимость yo'qotsak, balki o'tib ketishi mumkin bu holatimiz. Kelishi mumkin, korreksiyalar. Masalan, deylik, oddiy reels ko'rmasdan qanaqadir ruchna работа bilan shug'ullanaylik. Ham miyamizga melka motorika, miyamiz atrofiyalashib ketmaydi. Hozir deylik, bizning yoshimizdagilarning miyasini anaqa qilsak, MRT qilsak, 80-90% atrofiya qarab olishar edi. Bosh miya po'stlog'ini atrofiyasi beradi. Chunki o'sha boyatgan ishlatilmayapti miya. Miya ishlatilmaganidan nima qiladi? Zanglashda, qurishni boshlaydi. Har mana miyamiz nimadan tashkil topgan? Neyronlardan tashkil topgan. Har bitta neyron, har bitta ko'nikma. Ushladim, bitta neyron. Gul ushladim, bitta neyron. Suv ichib turganim, bitta neyron. Tikdim, bitta neyron. Ovqat yedim, bitta neyron. Biz biladigan ovqatlarimiz, masalan, deylik, bir 50 xil ovqat bilamiz, qilishni. 50 xil neyron bor miyamizda. To'g'ri. Har bitta ko'nikma, har bitta navik bitta neyron. Biz yangi ko'nikma olmasak, u qanaqa qilib miyamiz rivojlanadi? Даже kamayib, bor naviklar, avval bilardim, hozir esingizdan ham chiqib ketadi. Xuddi shunaqa narsa. Miya faqat trenirovka. Va neyropsixolog nima ish qiladi? Mana shu trenirovka o'zga. Trenirovka qiladi miyani. Sindromlar haqida ham to'xtalsak, bir nechta xil sindromlar bor. Shular haqida ham ozginchadan tushuncha berib ketsangiz. Mana bu patologiyalar guruhidan oddiy zadержка emas, qanaqadir diagnozologiyalar bo'yicha. Hozir onalarimizdan orasida mana kelishadi, bizda ZPR qo'yilgan, ZRR qo'yilgan. Endi biz onalarning miyasini ortiqcha anaqa qilishni xohlamaymiz-da. Miyada mana bu sentr ishlamayapti deyish xohlamaymiz-da. ZPR, ZRR deymiz. Lekin bu ZPR, ZRR bu diagnoz emas. Bu holatni tasvirlaydigan ibora. Nutq rivojlanishdan ortda qolishi. Sabablari degan narsa bor-ki, bo'lishi mumkin. Aqliy zaiflik, может eshitish pastligi, может autizm ras, может SDVG, может sentr buzilgan alaliya, может agnoziya eshitish bilan muammo. Har birini bor. Masalan, deylik, endi bu psixologik, logopedik diagnozga kirib ketamiz. Neyropsixolog alaliyalar. Alaliya nutq rivojlanmagan hali, nutq umuman chiqmagan. Afaziya bor, mana insultlar gapira olmay qoladi. Keyin afaziya nutq bo'lgan, hozirda gapira olmayapti. Afaziya nutqning yo'qligi. Alaliya nutq rivojlanmaganligi. Bor sensor alaliya, motor alaliya. Ikkita sentr javob beradi nutqqa. Tushunuvchi sentr, sensorni sentr va motorni sentr, gapirishga yordam beradigan sentr. Sensor alaliya, mana shu sensor sentrni buzilishi, organika уже bu yoqda miyada jarayon ketyapti, buzilish. Motor alaliya, motorni sentrda buzilishi. Korreksiyasi обязательно nevrolog bilan birgalikda, lecheniya bilan baravar. Keyingi diagnoz ras autizmlar. Autistik spektr buzilish sindromi. Ras nima, autizm nima degan sporli vaqtlar kelib chiqadi. Ras bu qisqacha tushuntirib aytsa, autizmdan yengilroq holat. Autizm уже bu sal ijtimoiy tarmoqda kecha kuni reels ko'rdim. Ras autizm nima deysizlar? Ikkalasi bitta narsa deb aytayapti-da. Shunaqa. No, nazologiyasi bir xil. Ras ukasi, autizm akasi. Tushundingizmi? Bularda qanaqa simptomatika bo'ladi? Bularda o'zini dunyosi bor.
stereotipiyadan chiqa olmaydi. Bitta kiyim, bitta yo'l, bitta uy, bitta mashina, bitta ovqat. Stereotipiya, узкий kruг мышления. Ular tasavvur qila olmaydi mana shu krugdan tashqarida ham hayot borligini. Tushundingiz-a? Stereotipiya и anaqa sensorni buzilishlar juda ham kuchli. Har bitta simptomini asosida sensor buzilish yotadi. Masalan, deylik, quloqni bekitishi звуковой гиперчувствительность. Shovqinlar yoqmaydi, yo berkitadi. Mundoq qiladi. Masalan, yorug'lik bularga ko'p tushadi, tarqatish uchun mundoq qilib turadi qo'li bilan. Tushundingiz-a? Ovqat tanlaydi, вкусовой. Teginishni yoqtirmaydi, taktilni giperchувствительность. Teginsangiz qo'rqib ketadi-ku. Masalan, qarolmaydi, mana bu faqat pastga qarab yuradi. Zrительный kontakt, zrительный giperchувствительность. Qarasa yomon his qiladi o'zini. Masalan, siz tasavvur qiling, o'rmonda yuribsiz, kimdir tegindi orqangizga. Qarasangiz hech kim yo'q. Qanaqa vahimaga tushasiz? Ular har doim shunaqa vahimada. Nima uchun торговый sentrda, parklarga kirganda ular o'zini yomon tutadi, yig'laydi. Ularga har bitta shovqin yetib keladi. O'sha masalan, kimdir paketini shaqirlagan, kimdir top yurgan, Слишком ko'p informatsiya. Hamma mana bu elak ishlamaydi. Hammasi kelaveradi, miya просто portlash darajasiga keladi. Ular tinchgina uyda burchakda o'tirgani yaxshi. Autizmlar. Keyingi masalan diagnoz aqliy rivojlanishdan orqada qolish sindromlari bor. Bular ham organika bilan bog'liq. Miyadagi jarayon. Miyadagi hipoksiya bo'lgan. Nerv sistemasi yaxshi rivojlanib bir-biri bilan aloqa qila olmayapti. Neyronlar, sinapslar yaxshi aloqa qila olmayapti. Eshitishdagi muammolar to'g'ridan to'g'ri anaqaga sabab. Mana ko'pchilik hozirda korreksiya boshlanadida eshitishni ismimizdan chiqarib qo'yamiz. Eshitishni tekshirishini. Sluhni tekshirishni ismimizdan chiqaramiz. Chunki eshitadi deydi onalar. Butavoylarni eshitgan-ku, chunki ularni boya aytganimizda 1000 marta, million marta eshitgan. Tanishdi. Quloq eshitishi ham mumkin, lekin miya eshitmaslik tomonlari ham bor. Bu nima degani? Masalan, birinchi darvoza quloqda, keyin yo'li bor va miyada sentr bor. Ana shu miyadagi eshitish markazi qabul qilmayapti, eshita olmayapti. Har birini tekshirish usullari bor. Kerakli bolaga keraklisini qilamiz doim. Tashxislar birga ham kelishi mumkinmi? Bir nechta tashxis birgalikda. Bo'lib turadi, lekin har doim ham holat bor. Bitta tashxis ustun bo'ladi. Masalan deylik, autizm bilan aqliy zaiflik birga kela olmaydi. Autiz bolalar o'ta aqlli bo'ladi. Сверхъестественный память ularda. Pamять. Siz bilmaydigan dinozavrlar nomlarini biladi. Siz bilmaydigan kosmosdagi anaqalarning jismlar nomini biladi. Ular juda aqlli bo'ladi. Lekin bitavoyda ular orqada qoladi, to'g'rimi? Sotsializatsiya bilan muammo. Autizm bilan masalan aqliy zaiflik orqada qolmaydi. Bo'lishi mumkin qanaqa? Autizm masalan aqliy zaiflik simptomlari bilan. Chunki yosh o'tib ketgan, nutq rivojlanmayapti, samo собой nutq intellekt orqada qolyapti. Men ko'rganman, diagnoz SDVG с элементами раз deganini ko'rganman. Yoki bo'lsa o'sha umственная отсталость, aqliy zaiflik, autistik spektr buzilishlari bilan. Lekin bittasi har doim ustun bo'ladi. Asosiy diagnoz bitta bo'ladi. Va ikkilamchilar bo'ladi. Masalan, men kuzatamiz masalan o'sha agnoziya слухоречевая, sensorniy integratsiya, dezintegrativ расстройство kuchliligi, bulgi belgilari bilan. Alaliya, например, o'sha boshqa simptomatika kuchlilar anaqa ikkinchi lamchi simptomatikalar ham bo'ladi. Korreksiyani ikkilamchini sekin to'g'irlab, bir lamchiga qarab ketiladi. Tushunarli. Mana nima uchun mutaxassis deyamiz, masalan, onalar ham YouTubedan video ko'rib, bolasini shug'ullantirsa bo'ladi-yu. Nima uchun natija bu kimdadir bo'ladi, kimdadir bo'lmaydi. Chunki o'sha bolada tushdi, korreksiya bo'ldi, bunga tushmadi. Bunga даже kerak emas bo'lgan bu narsa. Mutaxassis biz nima qilamiz? Har bir bola uchun kerakli korreksion marshrutni tuzib olamiz. Masalan, alaliyada boshqacha podxod, agnoziyada boshqacha podxod,
autizmda boshqacha podxod, umstvenda boshqacha podxod. Еще bitta nozologiya bo'lsa ham, bitta diagnoz bo'lsa ham, har bir bolaga uchun boshqacha podxod qilamiz. Hammasini asobinisi har xil bo'ladi chunki. Korreksiyani qanaqa sizlar olib borasizlar? O'zingiz metodikangiz bormi? Shu haqida ham korreksiya deyapsiz-ku, korreksion marshrut qanaqa tuziladi? Mana xuddi shunday bola keladi, diagnostik testdan o'tkazamiz. Bir kunlik diagnostika bilan bola haqida xulosa qila olmaymiz hech qachon. 40 minut bilan 1 soatdan deylik, xulosa qila olmaysiz. Kamida bolani 4-5 kun ko'rishingiz kerak. Kelishadi, birlamchi diagnoz aytamiz biza. Mana shunaqaroq. Yana ko'ramiz poxodi deymiz. Ertasi kun bolani boshqa anaqasi chiqadi. Boshqa tomondan ko'rinadi bizaga. 3-chi kun o'sha bizaga o'rgandi. Boshqa tomonlarni ochib beradi. Qayerdadir bilmayapti degan narsangizni bilishi mumkin yoki biza o'ylagan narsamiz bo'lmay chiqishi mumkin. 4-5 ta kun korreksiya zanatiya qilganimizdan keyin bola haqida to'liq xulosa qilamiz. Va tuzamiz bola uchun. Masalan deylik faloncha diagnoz ras sensor dezentrativ buzilishlar bilan. Nimadan boshlaymiz? Sensor integratsiya, logoped kerak emas chunki bunga, bu bolaga. Logoped uchun o'tirib ham bermaydi bu bola. Bu bola o'zini yaxshi his qilishi, boya poyez qilmasligi uchun tanasini to'liq his qilib olishi kerak. Sensor integratsiya to'g'ri kechishi kerak. Kamida 1-2 oy sensorikasini to'g'rilaymiz. Kerak bo'lsa aba specialist qo'shamiz, nijelaательный поведенияsi bo'lsa, keyin bu adekvatni tutib, o'tirib, biz bilan kommunikatsiya qiladigan darajaga kelgandan keyin ana logoped mashg'ulotini qo'shamiz. Deylik, motor naloligimiz keldi. Hammasidan tushunadi, gapira olmaydi. Обязательно sensorika, или neyropsixologik zanatiya plus logoped mashg'uloti. Har xil bola. Mana individual deganim shunday, kimgadir logoped bilan neyro kerak. Kimgadir neyro bilan sensorika kerak. Kimgadir sensor bilan aba kerak. Kimgadir dori bilan neyro kerak. Kimgadir faqat dorini o'zi kerak. Kimgadir dori kerak emas. Asosiysi yana onalarni 100% jalb qilamiz. Chunki usiz hech narsa qila olmaymiz. Mana yaqinda humoristik video oldik. Biz har deb shug'ullanganmiz. Ona shunday chiqishi bilan telefon berib qo'ysa bolaga. Qatga ketadi, shuncha qilgan ishimiz. Deylik, bola mana shirinlik, polufabrikatlar, boru zararli narsalarimiz, ovqatlarimiz hammasi kuchaytiradi isterikani, SDVGni, autizm belgilari kuchaytiradi. Cheklashni aytamiz. Oqsil yog'li ovqat faqat. Uglevod minimum, faqat foydali uglevod. Fruktni yesin. Kerak emas anaqa magazindagi uglevodlar, upakovkali uglevodlar. Onalarning yordam bizaga 50 ga 50 yuramiz ona bilan. Ona qo'shilmasa jarayonga bo'lmaydi. Faqat puli ketadi, vaqti ketadi. Qachon meni praktikamda masalan shunaqa onalarim bor, menda ko'rdimmi, borib qildiradi 2 kun shuni. Ertasi kun keladi yana, men boshqa narsa qildiraman, borib qiladi. Poydada shunaqa sirraz effektga chiqamiz. Bor real shunaqa onalarim. Nima o'yinchoq sotib olsam, ko'rsa shuni sotib oladi. Nima ko'rsa, bu yo'qmi uyida o'shan alternativi tashkillashtiradi. Muhit qilib qo'ygan uyiga bolasini. Tezroq chiqarish kerak bolani. O'sha boya aytganimdek, uchburchak bola, mutaxassis ona. Birgalikda rivojlanishimiz, harakat qilishimiz kerak. Shahnoz opa, menimcha ko'rayotganlarga ham, kuzatuvchilarga ham foydali bo'ladi, chunki onalar ham, muammosi bor, bolalari bor onalar ham kuzatishadi. Markazingizda qanaqa mutaxassislar, mana misol uchun aytasiz, qayerdadir logoped kerak, qayerdadir neyropsixolog kerak, qayerdadir nevrolog kerak deyapsiz, qayerdadir dori yozilish kerak. Shu narsani sizni korreksionniy markazingizga bitta bolani olib kelsa, kompleks yondashuvni, programmani o'zingiz qilib bera olasizmi? Ya'ni va qanaqa diagnozlar bilan, qanaqa bolalar bilan ishlaysizlar, ko'rayotgan odamga manfaatli bo'lishi uchun? Biza markazimizda neyropsixologlar, logopedlar, psixologlar, sensorniy integratsiya mutaxassislari ishlaymiz. Bola keldi, может kimdir nevrolog vrachdan keladi. Lecheniyasi bilan keladi. Korreksiyani boshlaymiz, shug'ullanamiz. Kimdadir lecheniya yo'q. Uni chorasini ko'ramiz, lecheniyani boshlaymiz. Kerakli lecheniyani aytamiz, boshlaymiz. Kimdadir tekshirish yo'q, o'sha aytgan eshitish tekshirilmagan. Eshitishga yuboramiz. Kerak bo'lsa EEGga yuboramiz. Kerak bo'lsa MRTga yuboramiz. Kerakli tekshiruvlarimiz bo'lsa,
korreksiyani boshlaymiz. Marshrut tuzib. Agar tekshirishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, kerakli mutaxassislarga, kerakli klinikalarga yuborib, hamma tekshirishlarni jamlagandan keyin marshrut tuzib olamiz. Kimlar bilan ishlaymiz? 1,5 yoshdan hozirdagi eng katta yoshli bolamiz 14 yoshli qizimiz bor. Bu degani, demak 1,5 yoshdan 5-6 yoshgacha asosan nutqda muammo bo'ladi. Nutq kechikishi, SDVG, ZPR, ZRR holatlari, RAS, autizmlar, sensor dezintegratsiya muammolari bilan ishlaymiz polностью. Maktab bolalarida o'qish, yozish qiyinchiliklari, masalan, disleksiya, disgrafiya bor. Yozuv xunuk, o'qiy olmaydi, matematika hisoblay olmaydi, diqqat qila olmaydi doskaga, o'tira olmaydi maktabdagi qiyinchiliklar bilan. O'zi masalan neyropsixolog asli shundan bilan ko'proq shug'ullanishgan, lekin hozir aytganimizdek bolachalar ko'p. Ana ortda qolayotgan bolachalar. Shuning uchun ham bemalol kimga kerak bo'lsa, kimga yordamimiz kerak bo'lsa, eshigimiz har doim ochiq, hammani kutib qolamiz. Konsultatsiyaga bemalol yozishlari mumkin, kelishlari mumkin. Kategoriya patsientlarimiz mana shunaqalar. RAS, autizm, SDVG, ZPR, ZRR, nutqda kechikayotgan va maktabda qiynalayotgan o'quvchilarimiz. Rahmat. Va korreksion marshrut ile korreksion dasturi ile qancha korreksiya davom etadi? Ya'ni uzoqli muddatda. O'sha minimum tavsiya qilinadi hammaga 3 oydan 6 oygacha. Endi qaysidir bolaning miyasi 2 oyda olishi mumkin. Kimdir 1 oyda natijalar ko'r. Srazu 2-3 darsda, masalan, pampersdan 3 ta darsda pampersdan chiqqan bolachalarimiz bo'lgan. Ovqatini yeyishda yaxshilangan, izvrachileniyasi yo'qolgan, uyqulari yaxshilangan. Men 3 oy degan narsam nutq chiqishiga. Lekin bolaning поведенияsi, mana ortiqcha yaxshilanish babi bo'laveradi har kuni. 2-3 darsdan bittadan ham bo'ladi. Mana bugungi patsientimni primat qilib, oxirgi patsientim hozirgisini, bugun 6-darslari ranglarni уже aytib, o'rganib qo'yapti 3 yoshli bola. Yo'q edi. Nima diagnoz bilan kelishganda? Rang bersak, ularda sensorniy narusheniyada asosan anaqa edi. Oddiy zadержка речевое развитие holati, nutq rivojdan orqada qolish sababi sensorniy narusheniya edi. Organika uncha yo'q edi. Biz birinchi darsga berganmiz, masalan, berdik ranglarni bilarmikan deb, bilmadi. Ko'kni qizilga, sariqni ko'kka solib tashadi. Hayvonlarni ham bilmasdi. Mana bugun hayvonlarni ham nomini aytib, tovushini aytdi, ranglarni aytib qo'yapti. Men juda xursandman. 2 kun men ko'rmaganimga mana shu rezultat bilan keldi uyidan. Rahmat kattakon. Bugungi podkastimizga kelganingiz uchun katta rahmat Shahnoz opa. Men o'ylaymanki, nafaqat mutaxassislarga, onalarga ham, juda ham ko'p insonlarga, vrachga ham, har bitta soha vakiliga kerakli, manfaatli bilimlar bo'ldi. Rahmat. Keyingi podkastlarda ham xudo xolasa sizni kutib qolamiz. Rahmat. Sizga ham rahmat taklif qilganingiz uchun. Shu patsientlar uchun, ota-onalar uchun shuncha harakat qilayotganingiz uchun. Ko'proq informatsiya, ko'proq aniq masshtabga yetilish, tarqalish uchun harakat qilyapsiz. Shunchalik siz ham charchamang. Rahmat kattakon. Bugungi podkastimizda qanaqadir sizlarda savollar tug'ilgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar bo'ladi. Keyingi podkastlarimizda aynan sizning savolingizga javob beramiz va mutaxassisimizga ham murojaat qilmoqchi bo'lsangiz yoki konsultatsiya masalalari bo'lsa, bemalol kontaktlarga ulanib, siz ularga aloqaga chiqsangiz bo'ladi.